Vermoqchidim, lekin assalomu alaykum Arslan inim. Ishqinglarning qilmoqchi bo'lgan suhbatinglar Sharqi Turkiston davoyimiz uchun xayrlik suhbat bo'lishi tilayman. Mening savolim ikkinglarning ideya to'qinishi mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, qaysi nuqtada bekerak? Ishqinglar Avstraliya fuqarosi bira shaxsiy uch adovatinglar bormi? Sizcha bu suhbatinglar Sharqi Turkiston mustaqillik davosining texmo yükselishi uchun foydaliqmi deb mencha bu boshlanish uchun bek yaxshi bir savol. Aldı bilen ma işkanlarının üç adavati barmı degan yeri bek yaxşı boptu. Aldı bilen bu Arslan işkimiz qanday to'nishimiz deganda sen Sidneyda tug'ilganmi deyman Arslan, ya adlaytma. Sidney. Sidneyda tug'ilib cho'ng bo'lgan Arslan. Men 2005-yil Sidneyga kelgan. Shu vaqtlarda Arslanlar bilan birga aralashib burun. Hatta siyasi bazı namayişlarını, faaliyetlerini 2009 Sydney'da, Canberra'da, Avustralya'nın paytaxtdagi faaliyetler birlik bo'lgan qalan. Şu vaqtlardan tatib bilishimiz aramızda üç adavet yoki bir narsa yo'q. Men ekranda deganimdek ba'zilar bu ikkisi fikr o'qishimg'anlar uchun bular dushman o'xshaydi deb o'tirdi. Avaromanglar bu ikkimiz tonishimiz ertagin birga chiqib qolsak set olurdu. Diyetim. Şu an işkimiz tonuşumuz Arslan işkimiz ve 10 yıldaki bir şehirde yaşayan, okşaş bir şehirde. Arslan öz Avustralya çoğunluğun bilen sizler kögendek Uygurcusu mu yaxşı, Uygurların cemaatinin içine aralışıp çoğunluğun bala. Şuna Uygur kültürü, Uygur. Şuna tonuşumuz şu yerden hem de ideolojik cihet geliştim burun aramızda ziddiyet varmasamız ziddiyet yok. Hatta hazır mı ağine desek bulutda ama birbirimizi köyümüge yıllar olib ketdi, 5-6 yılda olib ketdi, lekin hech qanday masala yo'q o'tirmizda. Endi dava yana ishimizda uchrashdi deb aytdim, qarshi ikki tarafdan ideologiya jihati to'qinish bormi degan yaxshi savol bo'libdi. Oldinda sening ideologiyang nima men bir bilaydi. Hozircha men ilk bek ideologiyaga kirishib qolmayman-ku. Çünkü mençe teg'im yaxshi qildigan teg'imi ko'p teg'imi muhim ishlar bor deb qarayman. Shu vatan kirib bo'lgandan keyin shu ishlarni qilamiz deb. Lekin sizlarning maqsadinglarni tushunaman. Mesela oldin olib ideologiyani qurib olib, bo'lmasa kirishdan burun Uyg'urlar bir-birini chanib o'tirdi deb, shuningga uluschilik demdik. O'zimni tutib oldim endi. Ya'ni sen aktivizmga asosiy nima qilding? Ondan sonra bizning qilayotgan ish nima deganda, narsa nima deganda, oldi bilan hozir sen degandek bir siyosiy harakatning ideologiyasi bo'lishi kerak. Ideologiya bo'lish uchun kimlik bo'lishi kerak, ideologiyalik kimlik. Şu an biz hozir ulus deb bu so'zni chiqaryapmiz. Bu amaliyot undaqmi murakkablashtiradigan so'z emas. Oldi bilan ulus degan so'zni nima uchun bu so'zni ishlatamiz degan vaqtimizda hazır sen bilirse her qanday devletler nation isteydi. Nation degan so'zni Uyg'urchaga tarjim qilib bo'lmaydi. Tarjim qilsak millat degan so'z tushmaydi. Mesela bu savolni men Abduvali Ayb efendimdan va boshqalardan so'radim, birsi javob bermadi. Bugun seni bir yerga chiqib qoldim. Men sen chunki inglizchami yaxshi, Avstraliyani bilsa Uyg'urchami yaxshi, tarjimon sen ham deb. Shuni sendan so'rayman. Avstraliyalik Uyg'urning millati nima? Ben Avustralya'da Uygur işkimiz. Milletimiz nima bizim? Uygur. Ondan sonra İngiliz sorayım sonra. What's the nationality of Australian Uyghur? Nationality Uygur. Nationality is Uygur olanlar benim Nationality Australian. Nationality Australian. Okay. Demek nationality bilen milleti degan so'z o'xshash kelmaydi. Uygur sorsak bir xil javob bersa, ingliz sorsak Avustraliyalik desa, Uygur sorsak Uygur desa. Shuni bizning da'vat qilamiz, nation degan so'zni millat deb tarjim qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz yangi so'zga kirishimiz kerak va bu so'zni bizning tadqiqotchilarimiz topdi, idiq davlati vaqtida ishlatilgan so'zga. Biz faqat buni nation'ni tarjim qilish uchun kiryapmiz. Boshqa hech qanday niyat yo'q. Turkiyadan nopus ko'chirib panturkistlik qilamiz deydigan ish yo'q. Faqat so'zni tarjim qilyapmizda. Şuna bu devlet kurumuz desek ideologiyada çokum national identity yaratılış gerek. Yani ulusal kimlik. Bunu ben de mesela bilse çünkü hem devletler nations'ta. Buna murakkepleşip geçişi
xalqimizda ijtimoiy fan sohasidagi xalqni gunohi yo'q oldi bilan bu ilmning bizdagi taraqqiyoti to'g'ri emas, yaxshi emas. Masalan, bir narsa deysan, hozir bir yosh tadqiqotchimiz, ya'ni xalqaro munosabatlar ilmidagi bir izlanguvchi, researcher, tadqiqotchi, xalqaro munosabatlar ilmida 27 bet söz, yani uqum, terminoloji. Ne? Her bir bette 5'ten desek 130'dan artık sözünü Uygurcaga ekiriş için işlatıp. Bu sözler yok Uygurcada. Mesela global anarchy degenden nima deymiz Uygurca? Bu xalqaro munosabatlarda muhim sözler. Anadaki nette sosyologiyani qo'shsak hozir 300-400 yangi so'zga ehtiyoj bor. Sosyologiya, siyaset tarafdagi establishment degan so'z bor. Mesela Trump establishmentga qarshi chiqdi. Establishmentni Uygurchada nima deymiz? Bu hammadan o'zi bilgancha uloqida tarjima qilib ketavergan bilan qalayimqanchilik chiqadi-ku. Shunga Ferdining kendi akademiklik ishlayotidi. Ilmiy sohadagi so'zlarga, uning ichida doktor va magistr va bakalavrlar. Shunga biz shular bilan ishlagach, shu national identityni yaratganda, ulusal kimlikni, oldinda zihniyatni yaratganda bu ideologik birlikni yaratadi deb qaraymiz. Shuning uchun ammo aktivizm qilayotganlarni biz ish qilmadi demaymiz. Hammalarni qo'llaymiz. Biz mi qilgan aktivizmni burun uni kelamiz. Shunga hozirgi narsa davoni mening qilayotgan ishim shuning hammasi deb qaralishga bo'lmaydi. Hammamizning qilayotgani davoning bir parchasi va buning aktivizm tarafi qanchalik muhim bo'lsa, mayaqdagi akademik tarafimi shunchalik muhim. Shunga biz bu tarafini tutib ishlayapmiz. Şu asosiyatdan bu yerda masalan ba'zi savollarni uch copy paste app iliverdim. Shuna qanday javob berasizki, nima qildim, sensor qilmadim-chu. Chunki bu yerdagi asos mening maqsadim bo'layotgan ish shu ideyani xohlagancha taqtiva hech kim to'smaydi-chu. Masalan tashkilotlarni hech kim free, you live in a free country-chu. Lekin bu yerdagi gap, masalan, men savolni chiqarib qo'yay. O'z peti chiqadi, men bularni hech qanday gap qatqinim yo'q, o'zi bo'yicha o'qimayman, o'qiy olamsiz uni. Birisi yozibdim yerda, uning yoshlar qurultiyi zodi nima ish qilmoqchi ekan, bir amaliy plani bormikan yoki ismini yo'g'on qo'yib olib, ertadan kechgacha amaliy ish qilayotgan kishilarga qalpoq kiydirib yuramdikan. Ya'ni bunaqa nima deysiz? Chunki asosiyatim bu yerda bular chiqib olib, uzun o'tmaylam shu xalqni tillashdan boshqa ishni ko'rmadik. Men shuni his qildimda, shuningga masala qilib sizlarni pulustchi degan chog'da, ideyalarga qarshi emas. Chunki qachonni qarasa, sizlar bilan o'xshash fikr bo'lmaganlarni xato, nerit, biz aytamiz, biz ishimiz qilayli, sizlar ishini qilinglar, hatto ba'zi yerlarga kelguncha hamkorlashaylik. Nimanchivala kirishib qoldinglar ba'zi insonlarga. Ya ba'zi insonlarga bir-birlab kelamiz. Masalan, bizning qizil chizig'imizda qarshi deyilgan yo'qimiz biz xato deb qaraydigan yerda boshqa tashkilotlarning biz xato deb qaraydigan yeri bor. Ammo ular bunda kirishib qolmadik. Chunki ularga yip qishning keyinida biz ko'rishganda men toki Yevropada, Norvegiya, Gollandiya, Germaniyaga men keldim, ko'rishib keldim. Ko'rishganda biz fikrlarimizni, har qaysi qarashlarimizni ham yerda ko'rishganda %100 fikrimiz o'xshaydi deydigan ish yo'q. O'xshamaydigan qarashlarimizni ba'zi tanqidiy nuqtalarni o'tirg'a qo'ydik. Hamda hozir nima uchun bu yoqqa nima qilamiz ham savol kesilib jiq savolga men birdan javob beray. Nima uchun bu qitim bunda kirishib olamiz deb qo'shib tirnoqlar ichida. Valimiz deganda oldi bilan biz ulus degan so'zni nihoyatda chiroyli o'tirib qo'ygan vaqtimizda bizga pan-turkist degan gap bilan chiqqan qarindoshlar bo'ldi. Bu pan-turkist degan gapni bilib so'zlash kerak. Bu pan-turkist degan gap Yangrovjon degandek ekan, Chanto degandek ekan. Buni bu qabul qiladi. Ya'ni bu yerda bu odamlarning uni ishlatish emas, ani ishlatkizayotgan millatdagi zihniyatda masala bor. Uning kaynidan bu hozir nima uchun bundaq bu ishga kirishib olmaslar, bir odamlarni qalpoq kiydirib debdimi, qalpoq kiydirish kun bir gapni qilay. Qarindoshlar, biz hech kimga qalpoq kiydirmadik. Biz Sharq Turkiston ulusi deb chiqqan vaqtimizda pan-turkist deb bizga qalpoq kiygizmoqchi bo'ldi.
Ama o bizge işlemeydi çünkü mayaktikilerinin kesipnin sahasideki doktor profesörler cep ve akademik ilim bilen çıkıvatıcı ayaktikideki hissiyat bilen emez. Bunun farkı var. Ha bu kalpak meselesi de ben o Behrem Sıntaş efendimden bir tılgı bütükte hatta benim ismim Nataraşmam ismim Natavre hapıp ketipti. Oturamay kaptı desek mi oldu? İki temiga birisi kalpak giygizişke yani birisi mening resmimni ishlatdinglar deb o'tiramapti da. Bu yerda gap shu. Birinchisi qalpoq kiygizish. Men javobni ulang'ashqiday boshqalar mana qalpoq kiygizdi deb sakrashdan burun men Xitoyning yasab qo'ygan chirshilapsi panturkisni kimlarga kiygizdimni bir so'rash kerak. Uni bir so'rab, ondan keyinida to'xta men qalpoq nasli men kiygizib yutibman deyish kerak. Xitoyning yasab qo'ygan chirshilapsini haqqi kiygizganda normal. Ama Uygurlar çıkan bir postmanı kiygen vaqtida bir normal olsa bo'lmaydi. Yani birisi işkinsi resimimni işlettim de kabul ben şimdi Esselamu Aleyküm siyasetke hoş geldiniz. O siyasetke bir metot bu. Onun üstüge resim degenni normalde siyasette ançımıç edit kılıp yasap çıkarıp komediyle kışıltıdı. Lekin o efendimden o resmi zaten bir komediye o başka cek yasaştı mı işkanda acit kalmadı. Şunun için bu siyasetteki metotlar aşındak nesle bir-birisinin resim bilen karşı tarafının özünün diyen gipini ispatlaş için şudur. Onun sekreydiği yeri yok. Hem de işler kalpak giyiş öttü. Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı zaten nemiş kılmakçı Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın uzun vadedeki gayesi müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Bu 2 yıldan bölüp 4 qetimli basqıçlar aldı. Birinci basqıçımız 2 yıldan 4 qetimli bölünüdü. Bunun için aldıda biz 4 eqimdan mangımız. Bunu ikrarlar degan bunu jiq kişiler dikkat qilmagan bo'lishi mumkin. Birincisi ishki jihatdan sistemlashish. İkincisi azroq gapimga bir qo'shiq salsam, andan keyin shu 4 faslma 4 stageni deb berasan. Abi mesela bulamdı ya. Buldu. Mesela abi Behrem Sintaş'ın gibi çıkıp aldıkça hem de toğra ilaki aşta işlesi buldu çünkü oturlukta hem de elbette anda turup doğan bir nimede ilaki aşta kısamı buldu ço. Lekin mesela şu Behrem Sintaş'ın kılan raporda ben bile işleyen ço. Keçimi kündüz hakikaten ilaki bu nait uzun mındakla ilaki çaplap bir raporunu ilaki sen bilsen ya da 1 saatlik presentation bergen bile onu neçe ay şu resimlerini karıştırıp materyallarını tercüm kılıp ben bu şunun içinde bak şununla ondak bopmu hemimiz Uygur'u bir yerde bopmu ondak atak mı hem de sen bu belki ondan niyetli kılmagansa atak için kılmagansa lekin özümüzün Uygurlardan açtaq bir işkep kalsa iğri kildi. Mesela Global Times, China Daily açtaq kılgan bolsa iken paxrinliqda bopda bular Xitoy ekan deb bizning dushmanimiz. Hamdayliqi hammaylar mesela hozir Sharq Turkistonning qurultiyi biz Uyg'ur qurultiyi yashab qo'yib quribsan bu yerda unda xilqa ataklab bo'lmasa ekan tamam astayli degan lekin Birincisi biz Behrem Sıntaş efendim cimmedi ketibet özünün raporunu çıkarsa biz işimiz bunu hücum qilibmi yoki başkalarının emmesiga pantürkist, mantürkist deb necha ay hatta 1 yil biz qarab turib onun keynidan onun ustiga biz hücum qilmadik. Faqat o'zining rasmini chiqardi. O rasm nima? Yani o rasmni diqqat qildim bilmayman, men bir eskartib o'tay. Akallıda zihniyette Şarkı Türkistan desem Amerikalıklar bizni pantürkist deydi deb qo'rqab yazgan dokladda bergen presentation'da Şiuar yani Şinjan Uyghur Abdunum rayonu Uygurlar deb yozibdi. Ama onu bu presentation'ın videosunu bergen enidi YouTube'daki hesabida Es Türkistan deb ishlatibdi Şarkı Türkistan. Bu komediya olmay nima? Yani nima uchun qo'rqashlar? Yani birisiga uni qo'rqqanimdan birga nima uchun pantürkist deb Xitoyning bizning ajdodimizga haqorat qilib ishlatgan so'zini ben cimri kürüstüp durdum. 1 yıl işletti.
Başka qarindoshlar qarshi. Bu yerga kelganda biz mening qizinim to'xta undan yo'q degan shaklda faqat nimani berib qo'yish signalni. U hujum emas, u hujum undan olmaydi. Ha. Tugisa men ana to'rt narsa to'g'riliq nima ish qildi degan savol turdi-ku u yerda. Ha. Tamam, anadan bir yana bir qo'shiq qilsam. Ha, buyur. To'g'ri, bu yerda Bakram kam nima qilib qopti? To'g'ri. Assalomu alaykum. Ben hozir naq maydon ama? Alo. Yaxshi, hozir naq maydon. Naq maydon. Bugün hemen cevap vereyim. Tamam. Amsa naq maydon yem qilaymi, qotaymasini? Okey, tamam. Mavi ekranga chiqamsa, shu ovozimni yana qo'yib beraymi? Ovozdan turay. Okey, tamam. Ma testing ko'ytaylar. Ma Bakramning ovozi anglandimi? Hozir Bakram o'zi qaytildimi yana? Gap qilarka. Gapsangiz bo'ldi. Ma bugun suhbatda juda yaxshi o'tdi. Lekin men to'g'ri gap chiqqanki, men uch qilim dersam bu bir tarafdan gapi bilan gap kelsa, uchoqda to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun men to'g'ri qoldim. Bu yerda men dokladni tayyorlovchi o'zim bo'lganligim uchun men o'zimning ideologiyasi bo'yicha dokladda bir davlatning ismini qanday chaqirib o'zimning huquqi bo'lganligi uchun garchi Uyg'ur kishilik huquq loyihasi dastlabda Sharq Turkiston deb ishlatishni mendan so'ragan bo'lsa, men bu davlatning ismini Sharq Turkiston deb bilmayman. Men bu davlatni Uyg'urlar bo'ldi. Shu Uyg'ur vatani, ya'ni Uyg'ur qonun bo'yicha olamiz deb maslahat ichib proyektni shu bitirgan. Analiga bu kunki doklad haqida muxbirlar yig'ini uchun tayyorlagan slide show, yana presentation uchun tayyorlagan shu nimada iskopishga ilingan Şinjan Uyghur Abnum Rayni deb ilingan bo'lib, bu xil elish usuli menga mangalam xos emas. Bu tarixiy har qanday Uyg'ur dokladlari, hatto Dünya Uyghur Kurultayı diplomatı her kanda işte doklad karakterlik nemede aniqlama şeklinde bu yani biz Şarkı Türkistan deb çağıramdık yoki Uyghur qavmidan deb çağıramdık. Yani Uyg'urizm ideologiyasi uchun yani Uyg'uriston yoki Uyg'ur qavmidan deb turadigan o'rinni biz skopkichida Şinjan Uyghur Abnum Raynining qisqartmasi bo'yicha skopga oldik. Yani bu Şinjan Uyghur Abnum Rayni degan gap bizdan hesapda Şinjan degan ismga biz mayda uch o'saqmi? Şinjan Uyghur Abnum Rayni bizdan hozirgacha qo'lga keltirgan, ya'ni Xitoyning islohasidan keyin qo'lga keltirgan eng chong siyosiy tuzilimiz. Yana bu rayon Xitoyning emas bo'lib, Xitoyning avtonomiyalik rayoni. Xuddi Hong Kongning avtonomiyalik rayoni tortib oldi hozir. Hesapda bu avtonomiyalik rayon bir siyosiy tuzur. Agar biz o'sha avtonomiyaga rozi bo'lsak, bizning mustaqilligimiz uchun kurashsak bo'ladi. Bu bir tashdaqning bir qadami bo'lib, Uyg'urlar hech qaysi avtonomiyani qabul qilmaydi. Lekin biz bu tashdaqning o'rinda, demak biz o'zimizning qanchalik Xitoyning bir o'lkasi emas, Xitoyning bir avtonom rayoni ekanligimizni ko'rsatadigan holda ishlatamiz. Ham bu o'rinning el o'rin ekanligini, ya'ni reportda Sharq Turkiston deb chaqasaqmi izohlash shaklida skopga yozamiz. Bo'lmasa bu mening bu dokladim Washington Post'ta e'lon qilingan bo'lib, bu Washington Post'ning ichida bu Amerikaning eng nufuzli jurnalisti. Buning ichida Sharq Turkiston deb men yozib qo'ysaqmi, uning ichiga Sharq Turkiston deb yozmaydi. Hani nima uchun? NED to'xtabdi. NED nima uchun buni Sharq Turkiston deb ataydi degan vaqtda NEDning tarixi bor bo'lib, NED oz deganda bir qancha Uyg'ur tashkilotiga mablag' beradigan bir tashkilot bo'lib, xalqimiz azaldan NEDni tutlab, Xitoyning bir parchasi, Xitoyning kinasi, Xitoyning o'yini, o'sha NEDdan pul olib, o'sha Xitoy uchun ishlaydi deb Uyg'urlarning eng oldin qator sarkul tashkilotini tutlab kelgan. Shu vajidan NED bilan Uyg'ur tashkilotlari birlashib, biz bu isimni bundan asar xalqimizning xato darbiga qo'yib, NED Uyg'urlarga hurmat qilish yuzasidan bizningki tashkilotlarimizning so'zini ilib Sharq Turkiston deb oldi. To'g'ri, Sharq Turkiston deb olamdi, Uyg'uriston deb olamdi, Uyg'ur mustaqilligini qo'lgan, ya'ni Uyg'urlarning hissiyotini qo'lgan bo'ldi. Men shaxsan o'zim Uyg'ur davlatini Uyg'uriston yoki Uyg'ur davlati nomida
arzu qilaman. Shuning uchun bu mening ideyam. Shuning uchun bu dokladni men tuzdim. Mening ismimda yozilgan barliq qismini Uyg'ur homeland, ya'ni Uyg'ur vatani shaklda oldik. Şinjan Uyg'ur Abdum Rayni degani skop ichida qisqartma shaklda izohlashtirib berdik. Chunki dokladning ichida ham yana shunday yer bor. Har qanday dokladdan bo'pti Uyg'urcha praktikadan barliq dokladlarni bilamdi yoki Uyg'urlar tuzgan barliq azaldan burun dokladlar bilamdi yoki o'sha narsalarni hamma yozib chiqsa, hammasida qisqartma shaklda Şinjan Uyg'ur Abdum Rayni qisqartib skop ichida berdi. Skopning ichidagini o'sha yerni biz e'tirof qildik emas. Bu stokni ichida o'sha o'rin deb ko'rsatib shaklda. Buni sen Ben bir so'ol so'rasa bo'ladimi? O'sha Uyg'ur homeland degani tutamaysan, chunki buni qalpoq keltirib u mening ideyam. Şinjan Uyg'ur Rayni stokni tutib, meni qalpoq keltirdi. O'shada sen bizning akademik yaratding. Akademik bo'lsa, uni stok ichida epto bu mishni tushuntirib deysan. Sharq Turkistonda bu videoni ustiga yozgani, u NED'ning Uyg'urlar bilan hurmati sababidan necha vaqt ben qalpoq keltirib ketishga NED bilan Uyg'ur Dünya kurulduğu şu vecede bula Uygurlarga bo'lgan hurmat yüzünden Uygurlarning davlatini Sharq Turkiston deb kelib turadi. Chunki bizning nurg'un tashkilotimiz Sharq Turkistonga ism bo'yicha bekitilgan. Lekin bu yerda yana bir ideologiya bor, Uyg'ur deb chaqirsak bo'ladigan bir ideologiya. Bu ideologiyaga yangi, jonli qaytadan qo'zg'aladi. Biz uni yaxshi ko'ramiz. Ma vaqt sebebidan men oldin men bir savol so'ray. Sharq Turkistonning ozodlik uchun tuzumida Uyg'urlarning ozodlik uchun tuzildi bu dokladni. Shekil buni Uyg'urdan mas'ul. Bekramka. Sen mening ideyamga hujum qilsang bo'lmaydi. Sen endi gaplar o'qib, sen men bir savol so'ray. Bekramka, Salih Xudoy yerda tullaymiz, mesela Salih Xudoy Nurg'on shu kuching bilan Sharq Turkistonni har qanday yerda qanot yaydim. Lekin men Uyg'ur ideologiyasi uchunman. Bo'ldimi? Tamam. Bekramka bir savol bor ekan. Tamam. Miyada Bekram maqsadimiz maqsadimiz buni nima qilish emas-ku, ammo ba so'qish emas, lekin siz buni aytib o'tirga yaxshi qo'ydingiz. Hozir miyada bir Dilyarning savolingizga fikrini xo'shalik bilan javob berdik. Bu savol so'raydik hozir. Savol so'rayman. Masalan, oldi bilan tirnoqning ichida shiori, ya'ni Şinjan Uyg'ur Abdum Rayni ilinishi, men undan qarshi emas, u ideologiya agishib biz davlat qurgan. Alizib Oldu mu bulmadım? Pan ideologiyası bu naiti Türk milletçiliği. Sizni kim kaçan çıkardı bilemsiz. İdeyanın bir devlet kuruş asaslı şekillengen pan ideologiyası. Bu pan ideologiyası elbette her kanda pan ideologiyası ve makalda en net hizmetken şu makal kaydı okutan oldu. Her kanda pan ideologiyası Türklerden ama nurgun milletten pan ideologiyası olan bulup bu pan ideologiyası asasında biz şunda zor Türklerden birleşken bir empriya kurmayız bu eserde. Bu eserde biz başka özümüz kıyırındaş milletlerle uğraşıyoruz. Özümüzden milli devletlerini kurmuyoruz. Eğer biz pan ideologiyasında Şarkı Türkistan'da pan ideologiyasında devlet kursak biz bunu yetiştirişimiz naik mürekkeptir derken. Bu bana ideoloji, bu bana düşüncem. Bu bana düşüncem. Cevabını aldım. En nasıl kısavalıyım? Sen beni ne deseyden dikin? En nasıl kısavalıyım? Şu. İşte sen bu hata bulur. Bekramka. Biz bu okuyalım. Biz bu makaleyi sen oku. Bir yerde öldüren. Halk cevabını yaptı. Kırapasını açtı. Bekram. Resim işleminde bulup özden şey bu. Bekramka en ahir sualı baki eğer maqlısınız. Okey. Cevap yok karam. Halk Apple'da avazda alsa tüydü. Sual cevap tüydü. Onu uzatışını açtı. Hazır siz dediniz bazı devletler pan ideologiya oldu, pan mındak oldu. Birli mamilletine dis pan oldu dediniz. Sizden sual. Siz pan Uygurcu mu? Mana men en yaxshi savol sordum. Uygur pan bulamaydım. Uygur degan bir şekillik bo'lgan millat bo'lib biz pan bulamaymiz. Biz Uygur bo'lsak har qanday davlatlarga o'xshash, bu de Qozaq, Qirg'iz, hamma o'zini davlat qurgandek biz nayt yaxshi bilamiz. Biz pan bulamaymiz. Nima pan bulamaymiz? Barliq Xitoy birlashsa, barliq Birman yashagan bir cho'ng territoriyadagi boshqa davlatdan Birman yashagan, hamma Birman birlashsa yoki Yapon o'zining butun Osiyoga men hujjalar bo'layman deb yo'g'ilsa, eng yuksak deb qarasa u pan bo'ladi. Biz agar o'zimizning territoriyamizning ichida Uyg'urlarningki o'zining davlati bo'ladigan, hech qanday tajovuz qilmaydigan Qozaq, Qirg'iz, O'zbek
Tatar qanday davlatini, Tatarning hozir davlat yo'q, qo'shilib qoldi. Qanday bir davlatini qurib, erkin yashayotgan bo'lsa, biz shuncha huquqqa erishimiz. Biz tan bo'lib nega boramiz? Agar toptoqni, nimani, nishonni, g'oyani, nayt uchun bir imperiya qurishga shaklda chiqib olgan bo'lsak, biz bu mag'lub bo'lamiz. O'zimizning kadrimiz bor. Yani ben inek olay. Yani biz devletimizde muşu vatandaşlık Uygurlarla kursak biz pan Uygur bulmayız ama biz o'zimizning davlatini qursak, Şinjan Uygur Abdum rayoni degan o'shdan hozir biz Şinjanni chiqarsak, Uygurlarning to'liq siyosiy huquqi va avtonomiyalik rayon. Biz kelgusida avtonomiyaning huquqini tepib, Şinjanning huquqini tepib, Uygurlarning davlatini qursak nima bo'ladi degan ideya bu. Bu ideya mening o'tgan yil o'tirib qo'yib qo'ygan. Degan masalalar chiqarlik uchun ben şeriylab o'tiryapman. Shundaymi? Ha, tamam cevabını aldım. Sizden sorunuz var mı? Ha. Ben şu an kerak emas. Lekin naytib chidmas holda iskop ishga kelgan gaplarni abay izon deydi. Dokladlarda, APK dokladda, official dokladda mustaqillik deb. O'zim bilib turib demişki shu yerni tatbiq bunda dedi deysa, bu yoq qanday qilganlar. Pan-Türk oldu mu da? Özümün ideologiyarım var. Ben bir adam ideologiyarı gücüm bana. Bu enedi özünün ideologiyarı bana. O gapdan ayrı program sözleşi var İslam'ın sualı gibi. Okey, Bekremka, rahmet. Biz başka tim ötümüz var. Allah razı olsun kayıtlarınıza. Rahmet, Allah'a emanet. Okey. Yani bir askertiş, sen nima bo'lib qoldi bu yerda? Mesela menchmi Dilyarning o'xshash maqsadi. Bu yerda amalba bir ko'rik bir hamkorlashadigan, birlik keladigan, chunki haqiqatan men Uyg'ur, sen Uyg'ur, vatanimiz bir, o'xshash tomoqni yeymiz, talashning hech bir vaqt kelgan chog'da eng oxirgi hech bir foydasi yo'qchu. Şununla men mush maqsadda Dilyar bilan chiqib bu yerga nima qilyapmiz? Shuning bilan qarindoshlar boshqacha tushunib qolmasin. Mencha bak bu nima? Maqsadim bu, sening mush maqsading bor deyman. Ya ben do'mbalig'i chiqmabdi masaladan. Şimdi men mana shunaqa qilay degandim, sal olsa yiroq bo'lib qoldi, bo'lmasa mushtlashroq bo'ldi ama. Nima Arslan undan sonra birden mağaydı. Mesela mavu azırkı gap doğruluk mesela Bekrem Perinsoğlu diğerler doğru. Benim tavsiyelerim Pan-Türk sizin ve bu temalarını tarihşünaslarını yazgını bir okunlar perindaşlar. Onun diken kararlarını yanlı bir anlar kimden degeni kandak degen. Tamam. Bu neresi söyledi. Andaki abay sözleştiğimiz için birincisi sen nation'ı ulus dep tercüme kılışka senin fikrin yok. Çünkü o demek. İyi ya. Ulus degen meselede sen Şu ama bu aslında benim bir şekilde kırgım yoktu ulusning nimasiga. Asosiyatda nimancha vala bekarchilardek haqni tilab juriysan deb aslında men bu temaga kirmoqchi edim. Bu temaga kiramiz ama nation degan so'zni ulus degan uluschilik, national identity, ulusal kimlik bo'lish kerak degan fikrga sen qo'shilding. Shunda u yer sening tushunmaydigan narsan yo'q. Qo'shilish emas, hozircha men bek kirgim yo'q. Demakchi o'g'lim tushunma, nim demakchi bo'g'iningni. To'g'ri ish ekanligini tushunsa ama hozir vaqt emas deysa, shunda bu. Tushunma faqat. Voy, sen ya bu gapning meri xatoda, ya nation'ni ulus deb tarjima qilsam. Men zaten mening yerim yo'qchi, shu xato bu xato deb. Mening sen ilqi demakchi bu, mening demakchi bo'g'im shu ideyaning taqdim etsan bo'ldi. Yoki bo'lmasa kim? Chunki vaqt kelgan chog'da men berib inshaalloh. Mana so'ray. Do you have any objection da? Yani karşı fikrin var mı bununla? Ulus degan narsani hozir tarjima qilinganiga sening qarshi turganing bormi? Bak, uluschilik bir ideya, shundaqmi? Nationalism. Abi kam qo'ygandek, Uyg'ur davlatimi bir ideya. Yo'q, hozir u tamam. Men u Uyg'ur davlatini ayrim so'zishimiz. Men bizning tarjima qilingan narsaga sening okey, tamam. Okey. Onun da sıkıntı yok. Tamam. Hatta bunun da uluschilar degan so'zni ishlatmaysa, buningdagi nimishchi hozir qilsizlar deb so'raysan. Nimishchi hozir bu jidal qilsizlar deb so'raysan. Abi ilaqasının tört nimani tushundirsan hozirda. Lekin men demek nima uchun uluschilar deb tillashning sababi ama ulus demesi yok. Uluschilar deb tillashning sababi. Urra debçi azroq bir farqliq birsinchi qilsa, shu ishchilardagi güzel insanlar, şu saldırış
güzel insanlar yani güzel insanlar saldırdı. Yani bunu düşünmeyaptım ben de. Birisiga saldırmadı. Biz hozirgacha masalan bizga ağaçı şalaplı tilaytib turgan Gollandiyada bir qeyrinishimiz var, Amerikada bir qeyrinish var. Biz men biringiz gapib bakmadim. O gapirishdan ajiz yo'q. Shunday bu. Chunki bu dialog bilan bu algı o'g'li alqig'il bo'lgan ishlar bu. Bu yerda sizlar o'g'ri hujum qilsizlar desam to'g'ri bo'lmaydi. Biz nima qilamiz? Endi kelaylik biz nimaga qarshi turyapmiz desam, arslan. Nima uchun bundaq turimiz desam, mana bu bizning vatanning tarbiyasida Xitoyning qo'lida to'g'ashqa bizning vatanda o'gitilib chiqilayotgan narsalar to'g'ri emas narsalar jiq. Tarix yolg'on, anki miniga qo'yayotgan narsalar yolg'on, nurg'un narsalar bor. Shuning uchun bu chet elga chiqqandan keyin asli bu yerda bir mexanizm bo'lib, kelgandan keyin haqiqiy bir akademik nimadan o'tgan, algakdan o'tgan narsalar bu nima qilish kerak? U vatandan chiqqanlar bir miyada bir az deganda 1 yil, 2 yil bir jiddiy tarbiyalanishdan, ya'ni dunyo akademiyasi degan nima, o'lchamlar nima bir o'tish kerak oldida-ku. Shuning uchun endi bu yerda biz masalan hujum qilyapsizlar, birsi hujum qilyapsizlar deganda biz Abduvali Ayub apandim bilan suhbatga chaqirib keltirib olammatimizda. Keltirib olammayotganimizdan sababi mana shunda suhbatga chiqsa, abiyamqa inglizcha, uyg'urcha sendan so'ragan Ulus Nation degan savolga 2 yil oldi javob bermadi. Chunki javob bersa sana o'xshash qayil bo'ladi, boshqa yo'q. Yani nation degan millat deb jahillik qilishdan hojat yo'q, chunki tushmaydi ishkisi. Shuning uchun bir yerga kelib dialog qilmasdan uningdagi o'z oldiga to'qirlab ketaversa mayli. Masalan, aktivizm to'g'risida mening hech qanday fikrim yo'q. Ba'zilar bular nima ish qilibdiki, bu davoni ichidagi qarindoshlarimiz deb siyosatga yaqin kelmaydigan odamlardi. Shuning uchun uni qanday jaboliqlarini bilamiz. Bu tarafda hech qanday fikrimiz yo'q. Ammo ideya jihatda birinchi Panturks degan gap yig'iladi. U gapni ham ishiltish bo'lmaydi. Bu Xitoyning tepgan gapi. Buni ishiltiman deydiganlar avval tarixini o'rganib ishiltdi. Bu bizning ajdodimiz qilingan haqoratdir. Mening bobom Panturksda pepan qilingan 8 soat manda 90 gradus tozib 5,5 metr nimani kiygizib qo'yib, qalpoqni bir kunda 8 soat mandaq turgan. Panturks deb ataladi. U so'z menga reaksiya qildi shaxsan. Va bizning ajdodimiz qilingan haqoratdir. Xitoylar deb chiqqan. Buni ishlatmaydi hech kim. O ishlatda biz chiqamiz yana. Buni unutmaysiz. Yana birsi bugün Abduvali Ayub efendimni sen ziyorat qilsa inglizcha. Çok güzel. Az salayetini yazgan vaqtida Uyg'ur aktivist deb yozibsan. Uyg'urchadagi salayeti nimishga o'xshamaydi inglizchasiga. Uyg'urchadagi salayetimi aktivist bo'lishi kerak-ku. Ya Uyg'urchada nimishga bizdan ideologiyaga, bizdan siyosatga, bizdan nimaga butun tiqib turadi. Aktivist o'z aktivistligini qilish kerak-ku. Sen o'xshash mesela sen aktivist, men ulus bo'z qarlashmayman dedim. To'p-to'g'ri aktivistning ishi shu. Ama adam İngilizce'de aktivistler, birisler Uygurca'da bir toqay qalpaq var. Hemmişki bir bunun tıkıp profesörga, doktorga, hem gibi neşterin sadece götüvası buluyor hem de. Ya demekçi bu oldu. Yani ma'lum bir yerde o'qib chiqib ideologiya taqatsa bo'ldi demekçi mi? Demekçi oğlum şu. Salayetini iniq qilsa, aktivist olsan aktivistligini qilsa, siyasetçi olsan siyasetçiligini qilsa, akademik olsan akademikligini qilsa, şunun içinde tursa. Mesela Abduvali Ayub efendimni akademik deysek, akademik fraud. Ben onu ispatladım, hemen ersini gösterdim. Halkaralık ölçemini gösterdim. Akademik fraud degan nima. Ve bu adamın yazgan nersini özünün yazmasıdan hep gösterdim. Akademik koymaçılıkta düşemdi, düşmemdi. Hem de sana kalgan tallaş şu. Ya dünyadaki halkaralık akademik fraud degan akademik koymaçılığa ölçemini özgertse, Yakımız bu adamın yazgan nersini bu yazmagan men yazgan deyse, eğer bu işini kılanmasan 3. tallaş bu adam akademik koymaçıda kabul kılsa. Başka yol yok. Undaqda mesela reallik kelsak, mesela Recep Tayyip Erdoğan, mesela Cumhurbaşkanı Türkiye'deki. Ama o İmam Hatip ve mesela Amerika'daki prezident tarih görsen kime artist, Donald Trump mu bir businessman mesela. George Bush bu tüzük okumagan bir siyasetçi dünyanın. Yani siyaset kelgen çağda illa mesela MHP'nin bir şey boğan adam. Nerede bir tayin yok bizim okuyan bir profesör yani. Bu yerde illa siyasetle nimsi kelgen çağda tamam siyaset okusan budur. Lekin vaqt kelgen çağda mesela
gittir siyaset okuganman, ya'ni vaqti kelgan chog'da kim u mushini yurgilasa, yo'lga qo'ysa, to'g'ri xato emas. Aba yana shu nima qaytyapman. Bu savol javob berib tushundim. Chuqur shu kasbni o'qish kerakmi deysiz? Manda qara, oldi bilan salohiyat, andan keyin salohiyatga erishish yo'lidagi mashruiyat, legitimacy. Masalan, men bir tijoratchi desam, mening o'qishim, mening salohiyatim tijoratchi bo'lsa, mening diplom kerak emas. Mening bu tijoratchiligimni isbotlashning yo'li mening tijoratga pul tepishim. Agar men bir akademik desam, mening bu salohiyat, buni isbotlaydigan legitimacy mening unvonim, onun kendi mening akademik o'lchamlarga bo'lgan, axloqqa bo'lgan bo'ysunishim. Agar men bir siyosetchi desam, salohiyatimni siyosetchilikning erishadigan mashruiyat, legitimacy yo'li saylanish. Saylangan adamning hammasi siyosetchi bo'ladi. Onun diplom ketmaydi. Shuning uchun nimangni salohiyatingni aniq qilsa, sen aktivist bo'lsang, aktivistligingni qilsa, boshqa ishlarga aralashmaysa, biz seni aktivist deymiz, qo'llaymiz. Sen akademik desam, sen bu akademik narsa salohiyatni qanday olding deymiz. Masalan, bir adam men akademik dedi. Sen qanday olding? Men professor dedi. Universitetda ders o'tyapman. Bu akademik. Endi bu akademik adamning salohiyatining ishida responsibility bo'ladi, mas'uliyat va akademik ethics degan bir nima bor. Akademik axloq. Shu bu chiqsa akademik, bu uni qilmasa akademik emas. Endi nima siyosetchi bo'lsang, sen siyosetchi bo'lishing, masalan, George Bush yana birisi siyosetchilikning salohiyatini to'ldiradigan mashruiyat, legitimacy, diplom emas, saylam. Masalan, Abduvali Ayıp efendim siyosetchi bo'lsa, bir tashkilotni qurib, saylanib chiqdi, siyosetchidek gap qildi. Bu da yana siyosiylashibdi, yana bir siyosiy yozma yo'l javob qaytardim. Siyosetchi bo'lsang, saylanib chiqsa, siyosetchidek gap qilsa, pipanchi, qalpoqchi so'zlarni ishiltish haqqing bor siyosetchining, ammo menda javob keladi. Bunda javob kelganda uni ko'tarsang, qilsa siyosatchilik. Bu siyosatdagi o't issiq narsa, ba'zi odamdagi skilllar narsa bu. Shuning uchun ya akademik, ya siyosiyun, ya aktivist, ya bürokrat, yakimiz jamoat arbobi, hammadan salohiyatini aniq qilish kerak. Bu salohiyatni olgan legitimacy'si, mashruiyati bo'lish kerak. Shu doirani chiqish kerak hammasi. Tushundingmi? Tushundim. Masalan, bu yerda mana yaxshi bir gap bo'ldi. Academics, asli academicians diye bir gap yo'q. Turkiyada bek shiltir buni. Academics criticism deydi. Tamam. I agree with this. Men bunun qaytilman. Lekin bu yerda sening criticism sanki constructive criticism emas. Nimishqa? Do I have to bunu iç qilishim kerakmi? Çünkü bayağı sert yani. Bayağı qattiq yani. Bu çünkü abay degandek. Qara, manda tay. Abay degan ya qara Dilyar bak. For what yani? Why? Tamam. You just said like onun qaytilmaysa o xato siyosatchi ama xohlagan kelimalarni ishlasan bo'ladi. Albatta. Ama bu yerda abi we got bigger fish to fry. Ayrı düşünümüz tutsa ve anandaki nima uchun sana nima qildim? Çünkü ben seni tanıyman. Sen ne gerek 2005-yilda barding. Bu nima sahada mushu English tashviqotda insonlar nayt ozchu. Ming martaning qara, ha. Qara asla u yerga ham dikilimiz qara. Bu hozir sizlar English tashviqot, hozir mana medianing quvvatimiz aktivizm quvvatsizlar qo'llayman. Ertaga biz bu yuzlarcha son bilan sizlarga qo'shilishimiz mumkin. Ya'ni bir narsani deb qo'y, bu hozirgi biz bunday qilishimiz kerak, unday qilishimiz kerak deb da'voda bizning oldimizga tushib dars o'tayotgan qarindoshlar men bir narsani deb qo'yay, men kerak bo'lib qoldi. Atli sen nima ish qilding, men mana ish qildim deyish bu da'voda bir nomus. Biz uchun bir majburiyat qilish. Ma'ni qildim, chavakchilik uchun qilmaymiz. Ben sizlarga bu narsalardan faqat xabarsiz odamga deb qolmanglar, men sizlarga bunday bir narsani bering. 94-yili Avstraliyaning SBS kanalida Uyg'urlar to'g'riliq bir hujjatli film ishlangan. 94-yildan 2008-yilgacha 14 yilda Avstraliyada ishlangan Uyg'urlar to'g'riliq hujjatli film soni 0. 14 yilda. 2005-yilda men Avstraliyaga keldim, 2008-yilgacha mening bu yerda o'tirdigan siyosiy panalik ishlarim tugadi. 2008'den 2015'çe 7 yılda Avustralya'dan ABC ve SBS sembülse Avustralya'nın açmış kanalı işlerken ücret filminin sahne 16.
Şu 16 filmning hammasining tarjimasi, yangilamasi hammasiga men ishlagan. 2015'ten keyin 2017gacha 2 yil ben Türkiye'ye ketdim. 2 yilda ishlangan film mening bilishim uchun 0. 2017'den keyin Avustraliyada Saddam qarinishimiz var yanına keldi. Şunu merkez qilgan asosda bu Ravrus budjet film ishlandi. Shuning uchun u vaqtlarda 2008'lerde, 2009'larda Fransiyaning tashqi ishlar ministrlarining adimi chiqib, Uyg'ur deyman deb yogurt degan vaqtlar, qetiq degan vaqtlar. Tashqi ishlar ministrliklarini bilmaydi. Bugünkidek unda kamerani ko'tarib Türkiye Uyg'ur varmı so'zlaydigan deb jumaydi BBC'lar. Ishigini oldi, yetib bilib turib ishlatdi filmlarni. Shuning uchun u ishlarni bilimiz qarindoshlar, u ishlarni biz qilib baqqan. Hozir siyosatda bizning oldimizda dars o'tayotgan qarindoshlar hammasi urushidagi vaqtida qilib baqqan. Shuning uchun bu da'voda men ma'ni qildim deyish asli bir nomus. Bu gapni chiqarmaslik kerak. Ha, medial ishildimi, yana bizim qildimmi, qilgan bir yo'g'a ishi bormi-ki deydigan qarindoshlar ekan. MP senatorlar bilan rasmga tushib chiqarish u bir to'g'ri ish emas, u bir nomus ishlab qarayman. O biz 15 yilda ko'rishgan MP'dan to'g'ri 5 albom chiqdi hozir. Uni ko'rsatib turish to'g'ri emas. Manda bir narsani beray qarindoshlar. Davada samimiy bo'lsak, albatta aktivist qarindoshlarning jiqligining samimiyligi ishi nima, ammo davada tajribasiz yeni kirganligini bilaman. Bu dava 2017-yili nurg'unlagan qarindoshlar ota-onasini izlab boshlagan dava emas, bu burundan batdi. Ben bile başlayan dava emas. Bizden burun Avustraliyada Arslan Sami bilse, Ahmet Egenberdi ustazımız 80'ler yılına yağı müjde palakışıp yürüp berpa qilgan Avustraliyadagi dava. Şuna özümüz kirgenden 2 yılda bu dava başlanğandek pong sözlesek doğramaydı. Bizden burunu var bu tarihten. Onun aldıdaki yılı var, peshqadamli var. Nurg'ulg'an tashkilotlar haqiqatda mening nimam bor, tanqidiy fikrim bor. Bazı tanqid qilma, ammo bir yerini hurmat qilmayman bu tashkilotdagi, shu Dunyo Uyg'ur qurultayi deymiz, Ma'rif tashkiloti deymiz. Bularning meni hurmat qilgan bir yerim nima desanglar, voy hamma odam vatanga berib kelib to'y o'ynayotganda shu odamlar ota-onasini ko'rmay 20 yil da'vo qildi qarindoshlar. Tunugun da'voga kirib, hamma nimaga ahkam kesib, oqsoqollik qilmaymiz. Ba'zi yerlarda to'xtab men ko'rmagan ishlar bor deymiz. Manda bir narsani beray. Bütün dünyada Şarkı Türkistan'ın müstakilliği, öz takdirini özü belgeleş to'g'risida hareket planı bir tenatqa ya parlamentga kirgan davlat Avstraliya. 2009-yili 8-oyda kirib bo'ldi Şarkı Türkistan'ın müstakilliği to'g'risidagi loyiha. Ammo u rad qilindi, albatta rad qilindi nimada. Lekin shu kirib bo'lgan birdan bir davlat Avstraliya. Shuning uchun qarindoshlar, menga sen nim qilgandan deyishdan burun 5 yıl 10 yılını bir toşkuzub, andin keyin kelimiz. Albatta men bu 20-30 yılını toşkuzmay turib bizning ustimizdagilarga sen nima qilgansan deb chiqmagan zamonida. O'rgangan beshida ergashgan, yenida tug'gan tashkilotlarning qo'lida ishlagan, Ahmet Egenberdi ustozimizning qo'lida 4 yil tug'anman. Shuning uchun biraz adab bo'ladi, biraz qoida bo'ladi. Shuni deb qo'ymoqchiman. Demak, men bu yo'lni minib oldim. Endi tillaydigan Jiq qarindoshlarimiz eqib o'tayotgan ko'rikdan eqib o'tib bo'ldik biz yillardan buyon. Hamda hozirmi uxlayotmaymiz qarindoshlar. Bu da'voning ideologik degan 4 narsa kelay. Birinchisi, ishki jihatdan biz sistemlashishimiz kerak. Sistemli bir harakat qilishni o'rganishimiz kerak. Ikkinchisi, tashqi jihatdan biz tashqi advocacy hareketimizni paydo qilib, bu professional bo'lish kerak. Kasbiy odamlar görüş gerek hükümetlerle. Hemmemiz özümüz bilgende kirketsek olmaydı. Üçüncüsü, ideologiye cihetten bir kimlik yaratıp, men palancı, sen Arslan, o Uygur, bu Özbek, ama biz kimliğini yaratamazsak, bu devlet kuruş diyen narsa bulmaydı. Anadaki dördüncüsü, milli mevcutluğumuz, çeteldeki mevcutluğumuz, bunun da ana dil, kültür, medeni. Bu 4 ekiminin hemmesi hizmet kıladem, şu dava için hizmet kılatkan bulur. Bir gün bir yerde çıkıp ben emeli iş kıldım da kopmasdan başkalarının ekibini görürüz. Hem de ben Abdüveli Ayıp efendim ki neymiş için kiriş varsa diyen nesli yeni bir inigrak kılay. Bunda asas tema muşu oldu da hem de çünkü nemedim.
Ama bu da yazılgan yazmamı körürmen kayrandaşlar dedim. Siyasi yazmacı onu da ilmilik izlemenler. Abdüveli efendim siyasi ilişkide yine siyasi cevabını aldı. Kaysı salayetinden çıksa şu salayetin cevabını alır. Kileyli neymiş için kiriş olmuş. Abdüveli efendim tarihlerini özünün ideolojisi boyunca uyak buyaka burap yazış. Bu akademik fraud. Bu adamda akademik salayet bulması gerek eğer de aşıda devamlaştırsa. Bunu sen mi düşünürsen? Sen bir tarihi menbede bir adam ve Napolyon mandak diyen nersini sen özünün siyasi ideolojilerini olarlı valakadalı özgertip yazsan sen akademik fraud olmayı ne bulsa? Sen Avustralya'da okuyan balığı ben de yakşı bulsa bunu sen bir yerde doğulup çoğunlar. Ya bu adamın salayeti, akademik salayet ya koymayacak yani garipin akademisinden. Hem de Nimige mesela marketin ballar için kitap yazıptı. Bunu ben sen magisterlikni education okudun mu Mağrıp'ta? Mağrıp'ta, education. Demek neksinden saharan kara işini kesme ekledim soraydı. Ballar tarihi yazıptı. Yazılıptı kitap. Kitapta Buddhist Uygur mandak degen, Muhammed degen ismi tilikenmeyin mehem dep kalgan. Buddhist Uygur, Musulman Uygur temisi var. Sen artan mağarip sahasında magisterlik okuyan, garip akademisiyede çoğun olgan bal. Ben senden bir sual sorayım. Dünyada 4 yaştan 10 yaşçı olan ballağa bizden Musulman ecdadımız, Buddhist ecdadımız diyen şekilde kitap düzlemdi. Tehminik birey, Amerika'nın 4 yaştan 7 yaşçı olan ya 10 yaşçı olan ballarga JF Kennedy, President Kennedy, Katolikti, Nixon Protestantti diyen mezmunda kitap düzlemdi sende, sence? Dinli timler 4 yaştan 7 yaşçı olan balları ötülemdi dünyada. Yani Avustralya'ya ötümeydi o. Bunda öyle mümkünmeydi. Hem de bizde ayrım Avustralya şu scripture dersimiz battı da. Ya o sen mesela din okuyman İslamik mektep girsen İslamik mağaza, Katolik mektep girsen Katolik mağaza. Tamam ama hiç kim sana biz 2000 yılın aldın İsa ile nimi bulduk, Hristiyan bulduk ama onun aldığı biz bedevi tok. Onun aldığı biz her xil dillar itiqat qilgan tok degan narsani 4 yaşlık balığa ötemdi. 4 yaşlık balığa ötmeydi o. Lekin keyin ötüldü hem de mesela high school 15 yaştan keyin ötüldü garip akademisi bundak narsa. Yani tarih bizning kichik bolalarımızdan günahı nime? Bizning bolalarımız yetim mi? Yani bizning Xitoy vatanda 4 yaşlık bolalarımızdan kalmasını omaş qilsa. Bu chet elde bu hech qanday garip dunyosida bir narsa ötülmeydi. Dinni qariq o 15 yaştan keyin ötülüdü. Onun aldıda Müslüman bolsun Müslüman, Buddhist olsun Buddhist, Hristiyan ötülüdü. Bizning bolalarımız yetim mi bu chet eldeki üygey mi? Nima uchun chet elde mi kalmasını qalayim qilamiz bularni? Dunyoning nerede shunday ish bor? Agar de dinni unda o'tadigan ish bo'lsa, biz Uyg'urlar 4-5 qitim din almashtirgan xalq. Beshida shaman, kim manichist olduk, kim Buddhist olduk, kim Müslüman olduk. Hammasini bekletip bolalarimiz o'tamdik, shaman Uyg'ur manda debdi ishini chekkashda. I agree. Mesela ketilme bir yerde. Lekin bir yerde abi degandek mesela bu bakımız bunu yazıptı mesela. Sen bununla tanqidini, criticism'ni qilding. Andan keyin yani müşahede mesela tekli makan kitap dükkanı bulamdı başka dükkanlar satmayımız taraftırıp bir nimli boldu şuna mı? Satmaslık dünyada vallahi bunda kitap ötülmeydi. Satmaslık gerek eğer kalık ne olursa millet ne olursa. Yani birisiga bu kitapni sen garip akademisinden oyla. Tarih kitapni tarixshunos yazıdı. Hiç bulmasa mesela sen bir tarih kitabı yazsan özel akademik research qilib bir tarixshunos bunu review qiladi. Shunda bu tahrirlaydi tarixshunos. Bizning bu kitabımızda yazgan adam edebiyatçı, tahrirlagan adam edebiyatçı. Bunun kendinden bunu berimiz balağa 4 yaşdan 10 yaşga olan balağa adındı mandaqdı, madındı mandaqdı. Ya bu bizning balalarımız ne? Yani bunda taşlap vermem. Benim bu yerde çıng duruşum belki yüzlerce, belki minlarca, belki 10 minlarca balalarını tutuş benim maksadım. Dünyada bunda saranlık yok. Ben sen itiraf kıldım bu çetel dünyada iş yok. Ya benim demekçi bu oğlum tamam şunu kıpsa ama sanki senin nimel kritisizmla pek iyi görücü yani
Ya dostum, yaman yaxşığı işaret, yamanğı cuvaldırız deydi bizden millette. Ya sen abay degandek meselen chaqadın kemmidi. Yani you can continue, but I'm saying like again, I have to go back to this. Uygurca da sorry, yana muştan qaytılışım kerak apamanglar. Qaysi vaqtni tepib Yani abay degandek bizning demisammi bizning Uyg'urlar chonib ketib bordi Yani biz o'lib ketib bormiz shu yerda. Yani bununla vaqt kirishi hozir mesela dedimmi sizlar aktivizmlarni qilaveringlar, biz mana tarafni qilib turaylik. Men da'vat qilim, aktivizmlik yetmayotdi. Yani hammamiz emas yani ama sendek mesela 15 yılın yaqin chet elda yani Xitoyni yo'qib bo'lgandan keyin yo bo'lmasa bir ma'lum bir darajada bir ozodlikqa yoki bir freedomga erishib bo'lgandan keyin qilsangmi yani kechikmaysa. Ya undaq olsa o kitapnimi ozodlikqa erishib bo'lgandan keyin yozsa kechikmaydi deydi. Bu beklam azan argument bo'lib qoladi. Mandaqki oldi bilan bizning xalqimiz bu aktivizmga kelmadi. Oldi bilan xatoni ko'rganda public conscience degan bir narsa bor, kollektiv vijdon degan. Xatoni ko'rganda xato deyishga. Mesela hozir men bir o'g'rini tutib olsam, kelib menga sen nemish o'g'rini hozir tutib olsa, ayada qaraqchivat emasmi demaysa, o'g'riga nemish o'g'rilik qilsa deysa. Va ethics degan bir nima, axloq degan. Shuning uchun o'g'rini qachonlar ko'rsak tutishimiz kerak. Oyoqcha chanilyaptimizda bu yerda o'g'rini qo'yib qo'ysak, bu yerda bolalarimizning kallasi qiyib tutadi. Qachonlar ko'rsak tutamiz. Endi seni deganingda sen nima uchun oshga ig'irlik vermay, ma'naga ig'irlik versaydsan, chunki meyadagi qo'ymichilik ig'ir, bolalarni buzudi. Hozir ishimiz qabul qilgandek dunyo akademiyasida unda ish yo'q, bolalar unda din to'g'risida so'zlanmaydi. Shuning uchun endi yana birsi aktivizm tarafga kelsak, men sana bunday bir narsani deyman. Men siyosat tarafidan, xalqaro munosabatlar tarafidan tushuntiray. Aktivizm bilan lagerlarning taqildig'ini tushunamsan? I mean, it's onun bir parçası yani. Yeni bir parçası ne mi? Aktivizmin başka parçası ne mi? Bunun nurgun parçaları var. Dokulatçılıq, ispatçılıq, archive, protest, guvalık, nurgun işler var. Nurgun işlerin için siyaset var mı? Siyaset? Məlum derece siyaset var ha? Hemmimiz aktivistlik kısa siyasetini kim kılıyordu? Yani mandak yap. Ama bu yerdeki siyaset ne? Uygur'un kim kuatsanlıkı? Ya, Uygur'un mandak emez. Düşündüm, Uygur gücüm, Xitay gücüm kılmayı demiş, Uygur gücüm kılsa deyse. Kara, birisinin ata-anasının Uygur olup, özü Uygur oluşu mühim emez. Bunu sen ben de okudan bilsen. Zihniyet mesele. Zihniyet Uygur olsa, o Uygur. Zihniyetli mesele olsa, o mesele. Mesela Nurbekir'in qanday Uygur deyse, onun zihniyeti Xitay. Şunun için Uygur gücüm kılsa emez, zihniyetli mesele olsa, zihniyet cihnesini buzuydu. Bu bir. Bu, ya, öyle sen demiş ki, oğrunu hazır tutsa demem bana, oğrunu kaçan görsem tutumam. Bunundaki xalqını tutudu. Xalqının kollektiv vicdanı bunundaki qozğaldı. Onda asan iş yok. Öyle arlıqdan seyirlip, g'ep bir keçip çıkıp, bunda ballarını zehirleydiği iş yok. Bunundaki xalqını tosaydı onu. Hem de hazır, ben bu davanın qanday madalini mening perspektivimde, mening qarashimda. Dava çokum hem siyaset hem aktivizm abay sen degandek boshqa turlar hem qonun menish kerak. Manga vaqtida sizlarning hozir aktivizm qarab strategiyada mundaq bir narsa bor aslan. Xalqimizning bo'lib qolsin. Bir narsa 3 bosqich bilan nima qildi deydi, ijro qilindi deydi. Buni hamma strategiyachi deydigan narsa. Avval yoyidi, andan keyin qonunlar ya meşrulaştırdı, andan keyin ijro qiladi deydi. Hazır Şarkı Türkistan yoki Uyg'ur meselesi dunyoga yeyilish bosqichini 10-20 yil ayağı o'tdi. Yani bu bugungi aktivist ballı chiqib xalqaralashgan narsa emas. Gollandiyada bir komediya xonim borki, mushtaq qilib xalqaralashdi. Bu davoni xalqaralashtirishni G'uljida aqqan qon, Urumchida aqqan qon, hozirgi kamplar barında aqqan qon xalqaralashtirdi bu davoni. Biz faqat shu qo'limizdan kelgancha biz nima bilan qila oldik.
xalqaralashgandagi Amerikada qonun chiqish davri kirdi degan gap ikkinchi davr bosqichga o'tdi degan gap. Bu qonunlashish va siyosiylashish davri bo'ladi. Endi biz masalan Abay Bekram qarinishimiz degandek avval avtonomiya olib keyin manda vatan olamiz. U mening nazarimda u qarash fantaziya yani. Ya Sharq Turkistonliklar mustaqil bo'lamiz degan irodada ching tursa, lagerlar taqiladi. Agarda lagerlar taqalsa, men atlik berib apamni ko'ratdim yo to'y o'ynaydim desak, u lagerlar taqalmaydi. Chunki bu irodaga kelmigicha bu xalqaradagi siyosiylashish va qonunlashish davri to'liq tamomlanmaydi. Yana birsiga rasmiy soladigan narsalar bizga rasmiy sanmaydi. Iroda qatmaydi bu. Masalan, hozir o'yla. Sharq Turkiston, Xitoy bilan Amerika munosabatining jiriklashishi va minishi bilan agarda Sharq Turkistonliklar shu ikki davlatning o'rtasida surkunishdan bir fursat tutib ola olsa, fursat bor. Bo'lmasa, shu fursatni tutib olgandek iroda va ideologiya qatmasa, bu Amerika lagerini taqsa, bizning odamlar urra vatanga to'yini qilmoqlik deb mangdi. Bu vaqtda lagerini taqashqimi kuchmaydi Amerikaliklar. Nimish kuchsiz. Shuning uchun aktivizm bil lager taqalmaydi. Taki bizning va xalqimiz lagerlar taqalsimi, taqalmasimi vatan uchun jonni tikdik demigicha u lager taqalmaydi. Xotiranglarni jami qilaman. Shuning uchun bizning kuchayotganimiz irodani qatirish. Bu qatqa vaqtida uningdagi umumyuzlik harakat bo'ladi. U vaqtida xalqaro vaziyatdagi bizning shaxmatdagi o'rnimiz o'zgaradi. Hech qanday bir millatning ayadagi jidal tugisi biz qaytimiz desa, o jidalni tugitib agash yo'q. Rohingyaga qaranglar. Araqa Rohingya musulmonlarga Araqandagi kim to'xtatdi? Okay. Miyada bekçik bir sual so'rabitibdi. Seni quruq nazariyadan boshqa amaliy birash qiptimi debchi Dilyar boshqa Abay degandek Abay javob berib bo'ldim. Shu. Bu yerda endi Abay degandek shu men yana shu xiyolda yetarlik bu aktivizmga sen degandek mencha %90 xalqimiz navada lagerlar taqildi, chegaralar ichildi degancha urra degandek bordi, unutilib qoldi. Yana biz buningki vatan qaytarmaymiz degani u uchuq, ya'ni yanalar men shuni qo'rqavatdim. Yanalar necha vaqt yoki ba'zi suhbatlarni ko'ryapmiz, bizga zulm yetmadi-chu, yetmadi. Xalqlar yana o'yg'anmadi. Shu endi buningdan keyin yana bir savol tushibdi. Assalomu alaykum. Uyg'urlarning hozirgi moddiy va ma'naviy ahvolini ko'zda tutgan ahvolda har bir Uyg'ur vatan uchun nima qilish kerak? Sen qarshingda bir javob beramsan aldida, men beryapti. Men qanday qilish kerak? Ya'ni en azından yatmaslik kerak. Bir narsani qilib turish kerak. En az degan, en minimum yani ishnim qilmadim degan chog'da sosyal medyada bir sayfa ichish kerak, Twitterda hesab ichish kerak. Yani bu minimum. Andan keyin atrofdagilarga bo'pmi, masalan, aramizda nurg'un o'quvchilar bor, chet eldagi maktablarda o'qiyotdi. Shu yerda dissertationlar, PhD'lar yozish kerak. Shu o'qiyotgan oliy maktablarda Confucius Institute'lar bog'lanishi bormi? Shuni o'zining oliy maktablarida, chunki shu orqali Xitoy o'zining soft powerni, o'zining ideyasini shu chet elliklarga yurgizayotgandan keyin qo'pib nima uchun Avstriya hukumati nima uchun palonda davlatlar bizni olmaydi desa, chunki natijaning haqqi shu oliy maktabdagi hozir shu o'ziga tushliq ziyoli bo'lib ketgan shu davlatlardagi ziyolilar istar istamaz subconsciously singib ketdi-da Xitoyning ideyasi o'zlari bilmaydi. Shuningga sen ko'rding Drew Pavlov deb bir bola bor. Inshaalloh uni kelar hafta bizning suhbatimizga qaytilgan bo'ldi. Shu 20 yoshida shu Queenslandda bizning bir shtat ekandik. Shu faqat Hong Kong, Tibet, Uyg'ur degashga shu Queenslanddagi oliy maktab buni 2 yillik chiqaryapti. Avstraliyadagi oliy maktab Avstraliya
hech qana qilamiz demasdan. Shu nurg'un yosh bolalar bo'pmi, hozir o'qiyotgan, mayli bakalavrlik, mayli magistrlik, mayli PhD bo'lsin, buni ashdaq ilmi bilan bu harakat qilsa bu cho'ng bir ish ancha. Ya bu yerda Xitoylarning zihniyati sinib ketgan ba'zi odamlar bor desa, shu bizning vatandan chiqqanlarda mana shu odamlar bor deyapmiz. Mening ilqi nurg'un insonlar masalan bo'pmi ilqi cho'nglarimizga hurmatimiz bor, lekin bilib bilmay Uyg'ur kommunistlik qilyapti-da. Ular Uyg'ur kommunist yani. Mening Shinjonchi xiyolist degan maqolamni ko'rsam, shu men shuni yozdim. Uyg'ur kommunistlar. Ya kalorda Xitoyning zihniyati va xalqaro akademik o'lchamni o'rganmagan, xalqaro akademik ethicsni o'rganmagan, hozirgacha Xitoycha asar maqola qo'ydigan, inglizcha o'qiolmaydigan, unga shu Xitoyning yozgan narsalarida manba oladigan so'z va bunday odamlarni shu Xitoycha kommunist degan, mening degan Shinjonchi xiyolist degan gap shu. Halbuki büyük demokratiyani tushunmaydi. Tashkilotlarning ichida demokratik saylamga qarshi, manda ochiq munoziraga qarshi ya qochadi. Bu yerda bir-birimizni yavitadigan shu, bu faqat dialog, boshqa narsa yo'q. Endi aqidimizning biz nima ish qilishimiz kerakligiga men javob beray. Men Arslonniki qo'shilmay oldi bilan hamma odam qo'ldan kelganiga harakat qilish kerak. Chunki yoshlar biz da'voga kirib biz bekma qamlashtiramagan narsani qilish kerak, u bo'lsa-mu oxirigacha o'qish kerak. Magistrlik, doktorlikgacha. Doktorlik nimaga tugasa tez yaxshi. Hem da'vo qilib turib, hem o'qishni cho'qim oxiriga chiqish kerak, chunki nurg'unlagan odamlarga ehtiyojimiz bor. Iqtisod, hozir kompyuter, siyosat, xalqaro munosabatlar, sosiologiya, antropologiyada nurg'un odamlarga ehtiyojimiz bor. Xuddi men abay beshida deganimdek, hozir bizga Uyg'urchilashtiramiz desak, shu fanlarda yuzlarcha so'zlar hozir ishlayotgan, shu akademik xodim. Sen degandek aktivistlar yetishmaydiganidek, akademiklarmi yetishmaydi amaliyotda. Akademiklar bolalar uchun andaq kitob yozimi deb avadi. Mesela bu vaqtda o'zimizni ayrim paranlaşdik. Bir necha yaxshi o'rnak qo'ygandan shuni bir ko'rmanlarga tushuntirib bersam, mushu mesela dükkanda bir necha o'rnak bersam, legitimate bilan mushu kelimalar yo'q mesela. So'zlarda esimga soldim. Mesela so'zlarda qarindoshlar bizda nurg'unlagan so'zlar yo'q. Hatta Çağatay tilida bor so'zlar ki yo'qotilgan so'zlar bor. Buning ichida en tipik so'zdan birisi legitimacy. Legitimacy hozir inglizcha uyg'urchaga ursanglar lug'atga qonunlikligi deb chiqadi. Amaliyotda legitimacy qonunlikligi emas. Qonunlikligi legality deydi. Legitimacy degan hem siyosiy hem axloqiy asosi bor narsani legitimate deymiz. Bu so'zni nima uchun yo'qotayotganini bir deb beray. Bu so'zni yo'qotayotmasa Abay Bekram Qerenişimiz degan avtonom rayonluq hukumat Xitoyning qonuni ichi qonunliqmi desanglar qonunliq. Ammo legitimate'mi desanglar legitimate emas. Siyosiy va axloqiy asosi yo'q. Saylanmagan hech kim va xalq e'tirof qilmagan. Shuning uchun bu legitimate degan so'zni biz ustozlardan so'rab yurib, Chag'atay tili davrida 55 ning oldidagi tilda meşruiyet degan so'z borki. Legitimacy deganni meşruiyet deydiganmiz, legitimate deganni meşru deydiganmiz, illegitimate deganni g'ayri meşru deydiganmiz. Ya'ni avtonom rayonluq hukumat Xitoyning qonunida qonunliq, ammo g'ayri meşru, ya'ni illegitimate. Legal ama illegitimate. Bunda so'zlar bek mushu so'zni kaldimizdan chiqarib o'tkazishga bizdan legitimacy'ni, legality'ni qonunliq deb tarjima qilishga bizning apqashdi lug'atlar. Shuning uchun bu Xitoyning hukumati qonunliq deb biz uning meşruiyatini, siyosiy va axloqiy asosini surishtirishga mukallimiz ishlamayotganda tafakkur qilmaydi, so'z olmagan ekan bizda. Biz bunda so'zdan xalqaro munosabatlar ilmi to'g'riliq 27 bet so'z hozir ishlayotgan. O taxminan 130 da 150 kishi. Uningdagi sosiologiya va boshqa fanlar va degandek. Uningki ulus degan shu nation deganimiz zo'mizo millat deb tarjima qilamiz deb qashanglik qilishning hojati yo'q. Abiyamqa savolga Arslan javob bergandek inglizcha va uyg'urcha javob bersanizlar nation degan gap millatga tushmaydi. Shuning uchun ulusni qadimki Uyg'ur davlatining lug'atidan
tepip çıkıp koyuvatıdı. Bunu kıvatkallar, bu sözler işlevatkallar Türkiye'den nopus göçürümüz demedi, akademik işlevatıdı akademik sözlerge. Şunun için bizge ciddi ihtiyaç var bu sahada mı, yani akademik sahada mı adam yetişmeydi. Hem de aslında senin aktivizm doğrusundaki gaplarına ben koşulum. Bizge azrak vakit verirler ama kalaymakan kalıp vaktimizde almayı durumlar. Kitap yazmayı, aktivizm olmayı kıttırırlar. Biz azrak vakitten keyin belki onlarca, belki yüzlerce aktivistin koşumuz silahını yapımlar. Biz avval sepli tüzlep, nurgulluğa adamlarını bir komandada ten hareket kılalaydıgan bir sistema, bir nersi şekillendiriyoruz. O şekillengenlikin bir komandolarla sizlerge yardımga sen hata düşünmeler mi? Yinalarda hemkarlaşkılı vallahi kilodu. Şunun için hazır bizim vaxtımızımız, zihniyetimizni ilip, özünün vaxtımız, zihniyetini ilip, bizden tarixqa, bizden vallahi edebiyatıga, bizden yeni bizimige aksakallık kılmay, aktivistliğini kılanlar, tarix yazdığa, yeni bilim yazdığa, hem işini şu işini bildiğin adamını kısın. Biz özümüz bildiğin işimizi kılaylı, ama ortasında sürkülüş bulmasın. Hemmenimiga aksakallık kılıp budunu tıkıp kirse, toktama çıkar demisek, bazı bir koyduğunda kasap sorumlusu aram koyduğu iş var ki. Lekin bu o İmamız da koyamaz da o. Ciddi bir meselendi. Yok koyamaz da sözümü kasaplık en borçlusu iş gerek ciddi mesele olsa. Şuna mı? Yani. Yani bir sual çıktı. Her qanday savolga o'choqman. Anaki yana bu savolni sen topqansan o'qadish bo'lsa bir jumla gap o'tatdim. Tamam. Onundaki ma Amerika'dan yana bir yerden video içip şak sözler atkan qarindoshlar, bazı teşkilatlar rahbarlarim var. Ya biraz mertçe oynanlar oyunda. Çıkınlar ekranlara ya bidayını çıkamsız ya manda kılamsa bir sual ilanlar xalqdan. Xalqdan suallanmay güldür özünün gepinde şalak kadılı live nemini öçür bitip nahmeydan tartış onu demek xalq bilen teng söhbet bilen sual bilen mansak xalqdan jirahlap ketmeymiz. Bu mesela özümüzün xiyalığı kirib edip başına işçilik yaşaydığın gibi. Qanday sual bolsa soralsın. Ben o çıkar qanday sual. Animo Uyghur Yaşlar Kurultayı buluş sütunlar bilen hazır 60 neçe teşkilat birleşip teşkilat birliği hasıl kıldık dep teşkilatlarının logosunu internet'e yolladı. Sizler şu teşkilatlarının kartta var mı? İşçili var mı sizler? Oldu bilen biz Uyghur Yaşlar Kurultayı emas, Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı. Çünkü ertesi bizge Kazak Kırgız Yaşlar Teşkilatı'nın kuruluşunu oylavatımız ve inşallah koşuludu. Biz Şarkı Türkistanlık ulus degenkemiz, nation degenkemiz hem etnisite hem milletke biz uçuk. Şuna Uyghur Yaşlar Kurultayı emas, Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı. 60 neçe teşkilatların işçide biz yok. Çünkü sebebini desem biz teşkilatlarının biraz demokratiya boyunca biraz ıslah oluşunu aval üstümüz için birleştim bunu. Eğer burun teşkilatlar öz bitim şu halı bilen birleşse biz onu yenilip yoki bir erkek kılalaydıgan yeni bir basışta öttü dep qarmaymiz. Şuna biz aldı bilen yaşlardan biraz aktif, biraz hareketcan işçilik sistemi, mekanizmlerini biraz köylül bulduğun, kolunu tutulduğun şekilde kılıbilip bana diken koşulumuz inşallah. Yani bir kardeşimiz yazıptı. Siz özünüzün siyasetinin kasıpı dep çağlamışsınız. Hem kıyırıncışım, eğer de siyaset cihette, şu Uygurların siyasi cihette de ben bile saylam güçümün de teyyabıp çıksa kaysımız kasap, kaysımız koy, onu halak bir yürüdü bakalım. Siyasette ben manda dep çağlamayısınız. Siyasette saylam günü, siyasetçinin kıyamet günü değildir. Siyaseti kim kasap, kim koy, kim kala, kim öşke, halk saylam günü biletüden belgileydiğin insan. Eğer de kalırsa saylam uçuz karşıladım. Yaxşı. Şu abay degandek nurgun biz abay telefonum ayrım deyişken mesela. Nurgun çoğunlarımız hem de abay degandek bir araya kelip bundaq deyişemeydi ço. Bizden məqsədimiz azıcıqdan hem
azroq gap o'tkazilish, nimancha vala kirib oldinglar debchi Abduvali Ayıpning aqsiga, yo bo'lmasa boshqalarning aqsiga. Lekin bu yerda yanala inshaalloh biz bir o'rnak bo'ldik deb o'ylayman. Yana bir oy kelib çaşlaşmay bir gaplar bo'ladi. Yana birisi herhalde bu davr masalasi-chu. 80ning balları, 90ning balları degandek. Buna ait muhim qarindoshlar. Vaqt kelgan chog'da biz yana Uyg'ur vatanimiz yana bir sizning Sharq Turkistonlar, Uyg'ur va Qozoq va O'zbek va Qirg'iz va ulumi keldi aytdi. Amin. Tamam. Şunun bilan sizning qarindoshing'iz lagerda yotgan bo'lsa-mu, mening qarindishim yotgan, lekin bu yerda mening qarindishim emas, sizning qarindishingizmi mening qarindishim va mening qarindishim yotgan bo'lsa-mu, uning davosini birga qilish kerak. Mushu ideyada bo'lishimiz kerak-ku, bu bek muhim. Amalda bu tillashlarni to'xtatib, birisi uribdi miyada. Sual alayım olmaymi? Ya o özenge bağlı endi 1,5 saatda iş Adı Uyğurda birisi var ekan. Meni qarindishim Assalomu alaykum. Yaxshi programmani o'rlashtiribsizlar. Rahmat sizlarga. Azmaydi. Men ishimizga uchuq qilyapman sizlarga. Okay. Mushu bizdagi bir savolni o'tirib qo'ysam, bizdagi mushu oqseptiki hozirgi bo'layotgan mush namoyish taktikasınki qanchalik darajada ojizligini mush xalqimiz tushunmaydigan bu ishlarni. Mush to'g'riliq savol so'rg'imba mush taktikalarni bilgandan keyin anki bu namoyishni o'tirib olib chiqsak degan xiyolda. Allohga rahmat qilishim. Sen cevap bereyim. Ya bu bek to'g'ri gap. Ya'ni bizning odamlarga namoyish qildik deb bayroqni ko'tarib vaqiravatimiz uzun yillardan beri. Amaliyot va qiyinchimizdan degandek, xuddi ma aktivizm ishlaridimi, diqqat tortadigan yangi nasllar bir qanchani qildinglar ma Turkistonda. Aslida yangi bir xil shakllar bilan qilgan eng yaxshi. Masalan, ma Fransiyada bultuma 2019-18 yil ko'chada usul o'ynab chet elliklarni tang bir namoyish qildik. Biz to'g'riliq ya'ni o'quvchilar fransiyalik Uyg'ur yoshlar o'rinlashtirgan bo'lishi mumkin. Ashundoq uni flash mob demda hozir nima deydi? Ko'chada diqqat. Ashundoq xil shakldagi harakatlarni qilish kerak. Buningda mendan so'rsa biz shu yilgi bayroq ko'tarib namoyish qilgan narsa bilan mangan ki universitetlarda ba'zi bir savoddoshlarimiz bilan ba'zi bir o'xshamaydigan narsalarni qilib boqqan. Ammo menimcha buni Muş çeteldi çoğu ama Arslan'daki çeteldi çoğu var yaşlarım üniversitede okuyan balalar var 19, 21, 22 aşılar en yaxşı bölü dep qarayman. Aşılar aşının her xil usulları var. Bunu ben manda düşündüreyim. Bizning ma bu nimeler teşkilatdagi çoğlarning bir qo'lqiga nim bo'lsin. Yoshlarning fikrini anglanglar. Mesela hazır bu davada bizden çoğunlar hazır Uygurlar Facebook kirip Facebook umumlaşıp Facebook WhatsApp oynatkan bilen bizden yaşlar TikTok oynatıdı, bilmem Snapchat oynatıdı, biz bilmeydiğen nurgun neslen oynatıdı. Bizden çoğunlar anlap bakmayan neslen. Yani bu yaşlar yeni teknolojiyle tez uçuraşkaşka bula en kem dairge en tez genayteleydi çoğu. Şunun için meyli namayış ve her bir niminin teşkilatının içinde bir yer ki 25 yaştan tüven bala çoğun buluş gerek hayatda. Ulanın fikrini eptiriş gerek mi? O kandak yüzlünümüz mi? Çeteldeki yaşlığa diyen için. Her kanda teşkilatının. Şunun için azıkma qeyrinishimizning ben bergan javobim qeyrinishimizning degan nuqtasi bek muhim. Çoğun her bir namoyish o'ziga xos bo'lishi kerak, alohida bo'lishi kerak. Ama onunla mandak kılınla deyilsem hem de ben pek çoğumsam yeşim ötep kettim inan. Bence üniversitede okuvatkanmış çetelli çoğunluğun ballar her xil praktikalarını, her xil dikkat dağıtılgan önümlük yollarını aşılardan biri soraş gerek. Aşı ballar en yaxşısını buldu. Mesela birisi miyada soraptı. Bu nima? Qazaq Qırğızlar Şarkı Türkistan üçün küreş qılmaydı o. Ular qanday qaraysiz deydi. Ya qilmaydig'ini qanday bilasiz?
Kazak Kırgızlar biz Şarkı Türkistan üçün küreş kılmayımız dep qasam içip qasamlarımızı evet verdi bunu bir. İki manım ağrıp koyayım öyle Kazak Kırgızlar keldi düz Kazakistan'dan Kazakları ulaş kelemligi dep mında yekpay taraf tatıdığan bir işni bayqadım. Şarkı Türkistanlık Kazak bilen Kazakistanlık Kazakның farkı var. Çünkü ikisinin nationality'si okşumaydı. Ulusal təbəlligi. Şunun için Şarkı Türkistanlık Kazak tünügünmü, bügünmü, ətimi Şarkı Türkistanlık. Xalqara kanunda İnsan Hakları Əhdinaməsi o demək xataysın qalmış. 13. maddəsi də vətəndən ayrılğanlar vətəniga qayıtış hüququ var deydi. Mandaq oylanlar. Biz Uygurlar uya bizninki çünkü Mehmet Kaşqari şu yerdə yaşaganti dep qaytmaymız ətügün. Onu dünya tanımaydı. Uya bizninki dep yetibağanı tanımaydı. Dünya xalqara kanun boyunca qılımız işini. Meyli arıqlan bolsun, men bulay vətənə qayıtışımızda ətügün inşallah vətən müstəqil olsa xalqara kanunun aşı maddının 13. maddəsini düşürüp azımın menin gitti, men manda qaşqandım, şunu qaytımen deyimiz. O zaman Uygur'un gitti depla toğlap çıkanğa o dünya seninki demeydi. Xuddi biz yaşta dep qaytqan oxşaş, bugün vətəndən çetelge keçip çıkan siyasi besim bilen Kazaklı mesela Ömer Bekali kardeşimiz ve Kazakistan'daki Bileşükman Serikcan Bileşük bulanın mı ve Şarkı Türkistan kayıt şarkı var halkara kanunda okşaş. Hem Şarkı Türkistan'a kayıtıdır. Bu ne? Refugees Right to Return deydi. Bu kanun çıkıp tuncu olup Palestin meselesi de tedbiklangan. Yani Palestinlik refugeelarning Palestin qaytish huquqi degan aslan sen bilishing mumkin cho'ng masala bu xalqarada. Shuning uchun biz qonun bo'yicha ish qilamiz. Bizning qaytishimiz bu xalqaro qonun bo'yicha bo'ladi. Qozoq qirg'izlarning qaytishimi xalqaro qonun bo'yicha bo'ladi. Qozog'istonlik qozoqlarga qirg'izlarga bizning ishimiz yo'q. O biz Şarkı Türkistanlık emas ular. Şarkı Türkistanlık Kazaklar bizim işimiz var. Çünkü ular bizim nation'ның bir partisi. Kazakistanlık, Kırgızistanlık, Kırgız kıyırdaşlar kollasa Allah razı olsun, kollamasa eyvallah. Okay. Miyada bir kızık mesele neçə günün yağı üzara tartışatımız. This is very interesting too. Şarkı Türkistan'daki Xitaylar. Mağın niçin sorup kaldı desem, mesela sizler örnek ilatkanlar bu ulus sistemisi de. Abay degendek, mesela bizden Avustralya örnek, Avustralya, Amerika, Kanada'daki devletlerine örnek veriyorlar. Ve mesela benim balam, ya bu senin balam mesela olsa tuğulsa, hatta tuğulması mı, ben Avustralya'lık boğaşka, Avustralya'lık buluducu, bu mu toprakta? Hem de üyede neçe evlat Xitaylar kirip, mesela 49'dan burun kirip, 49'dan keyin kirip, şulan balir neçe evlat tuğuldu mesela. Ola, muşu ulusun yemisinin işi kiremdi bir. Anondan keyin mesela, olanı, aşınaq Şarkı Türkistan kurup boğandan keyin bula kopup, mesela aslında bir gap bağı, mesela biz Uygurlar qat'iyan Xitaylar bilan yaşamaymiz deb, 10 Uygurdan sorsam, bence 10 ya 9'u yaşayamaymiz deydi o. Endi ma Xitaylar kopup, biz mi Şarkı Türkistanlık deb qalsa qana qılmız? Yani bu mesela bulanma Şarkı Türkistan'ın pasportunu beyramda qanda, yani bu sizlerin koyatkan sistem nim qıldı mesela. Ya bu mesela ethnic cleansing bulan çıqırıp etip nim qılamdı qanda yani. Bu sen ve senin körürmenlerin benim çıkan programlarımı faqatla kömeydiken sizler cuma. Bu suallarına cevap verip bulduk biz. Hazır benim programlarımı kögeller ya da bu sualga. Ya da böyle ya cevap verme. Bir sana təyini qovalay dedim bu. Sen hiç qanday təyərliğini qalmay çıxıbsa deyəm bu. Avval körüp meni tutduğum futlaydığa yerlərə təyərlik qılıb çıxmamsan. Yani abay demek bu asli bu bek kirgim yoktu lekin mavu sen başta bir madde sen hatalık yok. Ne bu mandak yapadaş. Bu mu yana xalqara qonun bo'yicha oldu. Mesela bir vatan işgal buluştum burun bu yerde Xitay nüfusu 5%. Bunu edik Zhang Zhizhong'un yazgan nəsillərdə var 5% dep şöyle betim düzgülük kelgende. Şunun üçün xalqara qonunda sen bir yani işgal qılıb, colonize qılıb, yani işgal emas bu colonizing sen bilsən bu annexation bilan colonization'dan fərqi düşür. Colonize qılıb
onun kendi sistemli kalda bu yerge nüfus küçülüp kese halkara kanunda bular sistemli köşmen buludu ularının bu ziminde hak olmaydı. Mesela bunu ben programlarda bu neçkitim misalını verdim. İsrailiyanın hazır West Bank köçürüvatkan köşmelleri sistematik settlers şuna koy. Arslan sen bilirsin. Bular halkara kanunda mı kanunsuz? İsrailiye Ali sotu mu kanunsuz dedi. Hem yerde kanunsuz ama siyasi cihetten köçürüvatıdı. Bularının West Bank'ta hakkı yok halkara kanunu için. Bizning bu sistematik nüfus köçegendin keyin kirgen Xitoylarning xalqaro qonunda haqqi yo'q. Chunki bir koloniya u. Endi shu xalqaro qonunni qanday ijro qilsa, shuning kuchun yetamdi. Chunki xalqaro qonun hamma odamga o'xshash ijro olmaydi. Kuchi va odamga bir xil, kuchi yo'q odamga bir xil ijro oladigan narsa xalqaro qonun degan. Shuni qanday ijro qilsa, u bizning kuchimizga bog'liq ish. Herkesmi biz şunda mansap namoyish qilmasak, Xitoy ko'p o'rlib ketib, xalqaro alamet adaletlik bir sistemi var ki bizga shaqqida chegaramiz uchun davlat bo'lib bir deb o'ylashga bo'lmaydi. Bu dünyada bugungi dunyoning xalqaro sistemida adalet yok. Bunu unutmanglar. Bu dünyada adalet degan narsa yo'q. Mening burundan bir gapim bordi. Bu dünyada adalet olsa qiyomat qoyim bo'lmaydi qarindoshlar. Eng oxirgi adalet keyin keladi. Bu dünyada akıl var, siyaset var, kuch var, çoğun acizni yeydi. Bu yerda men yana bir narsani misol berdim, shu qarindoshimizga. Munosabatga o'xshash. Masalan, bir qarindoshimiz var. Gollandiyada biz erkiy qirg'inchilik desak bizga davlat kesburdi, davlat deb erkiy qirg'inchilik desak davlat deb. Ha, qarindoshim Uyg'ur tadqiqot instituti Sharq Turkistonda bo'layotgan etnik genocide deb etnik qirg'inchilik dokladlarni chiqarib bo'ldi yozmacha. Ya bu işte xabar yo'qda qarindoshimizning chiqarib bo'ldi. Bularni avatiga yerlarga avat bo'ldi. Ras etnik qirg'inchilik bo'lgan vaqtida cho'ng davlatlar qo'l soladigan ish bor. Ama çoğum emas, garanti yok. O şu devletlerin siyasi menfaati doğru kelgende kol saladı. Mesela Rwanda'da kol sağan, Miye'de kol sağan, arlaşkan. Tamam, bu yerlerde arlaşıp yapışıptı. Arakan'da arlaştı mı, Rohingyalar devlet kurpaydı mı hazır? Şunu mu genocide hep sotlavatıydık o insan söyleyeceğini. Yani o halkara kanundaki nesle Aşk küçük devletlerinin siyasi menfaati doğru kelgende icra oldu. Bulması icra bulmaydı. Bak Xitoymu xalqaro sotning Aral Filippinning degini men tanımayman deganidek, Amerikami 1982 mi ismini qilishchi. Nikaragua bilan bo'lgan bir sotda xalqaro sotning hukmini tanımayman degan. Yolg'iz Xitoyda demaydi, Amerikamida uchatug'i yo'q xalqaro sot qonun bilan yer kelganda. Shuning uchun undagi sadda bo'lmaymiz. Biz etnik qirg'inchilikni da'vatsak bizga qurolliq bu guldur qaraslab Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kiradigan ish yo'q. Bu bir siyosiy raqobat, siyosiy kurash. Shuning uchun xalqaro sistemining ichida o'ynaymiz, xalqaro qonun bo'yicha o'ynaymiz. Shuni unutmanglar, bu dunyoda adolat yo'q. Kuchimiz bilan mangamiz. Demakchi, u yerga Xitoylarni qirib etamiz. Yo'q, Xitoylarni qirib etmaymiz. Xitoylarning xalqaro qonunda haqqi yo'q. Ayada. Biz şu hakkı yok degizishimiz kerak xalqaro qonunni. Uni degizish uchun chet elda bizda vatgan bürokratlar, diplomatlar, nurg'unliq odamlar shu lobbichilikni qilib va xalqarodagi kuchli davlatlarni shu yerga akilish kerak kallasini. Bo'lmasa, o Xitoy bilan yana birga qalamliq yoki qanday bu murakkablashib ketadi ish. Anadagi ikkinchi masala Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishida hamma ssenariyoni o'ylash kerak. Biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi tinchlik vositalar bilan mustaqil bo'lishida shu maydonda. Ammo Sharq Turkiston qanday mustaqil bo'ladi, qurolli bo'lamdi yoki qanday bu senariyolarni o'ylash kerak. Agarda qurolli bo'lgan ish bo'lsa, bu Xitoylar u yerda mening shaxsiy qarshim Xitoylar qechib ketadi. To'xtatmaydi yani. Mesela Qashqarda hozir Washingtonga berilib, men Sharq Turkistonni Xitoydan, Amerika Uyg'urlar bizni tep chiqaryapti desizchi. Ya biz tep chiqib, masalan manda dey. Kosovo mustaqil bo'lgandan keyin, nemisi prezidenti Hashim Tachi Kosovoning hukumati endi serblar qaytib kelinglar dedi. Bosniyaning kim shunday dedi. Bosniya kelinglar, hammanglar bizga qaytib kelinglar, serblar qochmanglar dedi, ammo serblar qaytib kelmadi. Biz vaqtida qaytib kelinglar deymiz, ammo
men qaytib kelmaymizmiki deyman desizlar, qaytib keldiğini işlemsizlar. Ya benim digil bo'lmaydi-ku. Masalan, abay dedik-ku, bular besib kirdi. Mesela aynı vaqtda Avstraliya mı besib kirdi İngilizler? Amerikalıklar mı besib kirdi? Kanadalık mı besib kirdi? Demek endi sen degandek şu bu adaletlik dünya emas. Şu kim güçlük bolsa bunu yurgizib beradi. Hozir bugungi kunlikda Avstraliyadagi inglizlarni hammasini tip chiqarib o'tamaydigandek. Bo'lsa bizmi shu siyosatdan foydalab bizning ota-onalarimiz berib shara vatandaş bo'lib shu yerda to'lib qoldini hisobda menimi chiqarib o'tish kerakda shu yerda. Bizmi shu ishg'ollarning ichida birisi bo'lgan ekan. Yani desak yana shu, demak tillashni davom qilsizlar, Uyg'urlarni chanashni davom qilsa, shunami? Ya qalayimqan gapimma, saqal bilan chanash desam, xat edit qilib boshqacha ishlatmasin gapni. Nima? Mana shu ishlatganlarni tillaversa, shunami vaqt endi gapning postkalsi. Gapning postkalisi shu, hamma odam, hammalar salohiyatlarni aniq qilinglar. Qara manda. Bu Amerika biz to'g'riliq bir qancha qitim doklad ishlatdi. Buni ma'lumlarni jiqtab ketdi. Yani bu Uyg'urlarda bir ishga yaramdi, bular bir ish qila olamdi degan shaklda biz to'g'riliq research qilib, izlanish qilib, doklad tayyorlatdi davlatlarning hammasi normal ish shu. Shu tayyorlatganda chiqqan yakun shu. Bu millatdan bizning siyosatchisi siyosatchiga o'xshamaydi, tijoratchisi tijoratchiga o'xshamaydi, yana bizimga o'xshamaydi. Hech kim professional emas, kasbiy emas. Bundaq narsa buda yana bir qitim biz to'g'riliq doklad ishlab, shundaq narsa chiqsa, bizni dunyo tashlab o'tadi, nima bo'lsang bo'ldi. Hüseyin Keçeli. Okay. Bizni dunyo tashlab o'tadi. Shuning uchun biz buningdan keyin gapning postkalisi shu. Siyasetçimiz siyasetçiga o'xshashi kerak, tijoratchimiz tijoratchiga o'xshashi kerak, akademikqa, aktivistga. Shuning uchun gapning postkalisi shu. Hammasi o'zining salohiyatini qilsin, shu salohiyat ish qilsin, biz shu salohiyatga qarab muomala qilamiz. Masalan, senmi ertagun siyosiylashib, anda qilganti, undaqchilar, qalpoqchilar desang, senmi alisa siyosatdagi nisivani. Okay. Yani gapning postkalisi tillash davom yani. Gapning postkalisi kasbiylashkicha tillash davom deydi. Hammadan kasbiylashish kerak. Tamam. Yani ayadagi qarindoshlar qilib ketsa, ulab ketsa mayli. Men chunki bunda gapchi. Aslida biz bu yerda 1,5 soat deb degan to'q inshaalloh yana bizning gapimiz davom bo'ladi. Shu başta sen chiqqan chog'da shu Uyg'ur qurultiyi, yoshlar qurultiyi chiqqan chog'da biz bunda xilqi ushaq tushak, saqal-paqal ya bo'lsa ya da bunda kirib olish bu qadar yani nurg'un ishlarni qilalaysizlar yanılar. Biz faqat nurg'un odamlar shuni tushundiki, bular faqat shu odam tillaydi, boshqa ishi yo'q debchi. Tamam, nurg'un narsani yeyishib berdim, tushuntirib berdim. Eyvallah. Gapning nimasi kelsak, qilaversak, hamkorlashaversak, bunda tilni bilish bu kadar mı lazım yani? Ya Arslan, abiyamla yağıyla bizden qoljuda bir gap var. Abiyamla yağı açam Xitay demedim o deydi ancha. Abiyamla yağı bularni tillab oldik demidi o. Oniki o vatandakilar o'layversa mayli sizlar buni qilaveramizlar desam, bu bir cheap shot-chi, bu azan siyosat. U yerga men tushunmayman qara. Biz bunda desam, bizga o'xshash aktivizmni qilsang bularni qutqizsa, boshqa ish qilsang bular o'lab ketadi degandek. Yo'q, abay degandek Qara bizning bir aktivistdan farqimiz shu. Men chiqib bir temada so'zlayman, biz bir tashkilot, bizda bir to'qay odam bor. Men bizning Uyg'urlar tashkillanishning qanday bo'lganini taz yaxshi qilib baxmag'ashqa, biz tetib baxmag'ashqa hamma ishni beshidagi odam so'qirib yurib o'zi qiladi-chu biz bir tashkilotni. Bizda unda emas. Bizda masalan sen boshqa ish qilmadingmi? Ya bizden tashqi ishlarga mas'ul adamimiz bir ketim chiqib bu Facebookda biz narsa yozib baxtimi? Bizden tashqi ishlarga mas'ul adamimiz ismini deb biray, Amanulloh Qashqari Amerikada bir ketim ko'rdinglarmi to'g'rida? Ko'rmadinglar. Chunki o'zining ishi bilan aldirash. Avstraliya parlamentida yana bir yer bilan nim qilyapti. Gollandiyadagi bolalar Amerikaning elchisi bilan ko'rishganini ko'rgansizlar.
Ya biz dapcanmayımız, farkımız bu. Biz mani kıvatattık, anı kıvatattık. Hiç yıl olmay, ben mandak kattım, beni muayyenleştirdiğinizle rahmet etmeden de biz vatkan kayındaşlar. Kayındaşlar bir iş kılış biz için mecburiyet, şeref emez. Şunun için onu ya köşesiz ya köşetmeysiz kandaksınız özünüzün işi. Ama illaqa sen okşaş kelip men aktivistlik qilsam ish qilgan bo'lib, boshqa ish qilsam ish qilmagan bo'lmaydigan shu. Biz bu akademik xizmatlarmi xizmat, ideologiyalik birlikmi xizmat, tashqi ishlarmi xizmat, ichki ishlarmi, masalan Avstraliyada Magnitsky qonuni chiqyapti, Amerikadagi qonundan boshqa. Biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bir xalqaro tashkilot bo'lish suhbatimiz bilan u yerda rolimizni o'ynadik. Qanday bo'lsa, buning hammani sizlarga xalqqa doklad qilib bizga chavoq chaqiradigan quyimiz yo'q, bizning farqimiz bu. Ben 15 yılına yağı bu biznesini töküp bakmadım da hazırlıkçı. Lekin bir yer dap çalmayımız dediğinler, lekin o çilvattan dipinler şu Uygurların tıllaşını körüyatımız şu. Ya Uygurlar emez. Çünkü gıcak çalsanlar, dutta çalsanlar davatımız şu. Ara Uygurlar emez. Tıllavatımız şu. Birincisi unprofessionalism, kesbisizlik. İkincisi Xitay'ın zihniyeti. Üçüncü akademik koymuşçılık. Biz başka Uygur. Mesela ben Bekrem Efendim telefon kurdu. Ben Bekrem Efendim'le tılla baktım ben. Biz az zihniyet ölen sual cevap, diyalog. O Uygun işte yaşlarımız kanal oldu. Diyalog olmasa ve Bekrem Sıntaş Efendim, Yakup Mesut, Abdüveler, şahsi öte, minçilik kızıkmayım ben kimliği gel. Ulan benim kimliğimge kızıkmaydı. Ama zihniyet meselesindeki münazırlar buludu. Bu bir cemiyet degen açta terakki kılıdı. Hiç kanda yakınmay hep şu sen kitabını izley ve ballarımız okuyversin işçideki nimeliğe karmay. Bir deyse bu Uygurların tıllıgan buludu. Hemimiz çıkıp aktivistlik kılıyor. Bunda şu yok arkadaşlar. Ama hakikaten bazı yazmalar hakikaten şöyle ki abay degende yandısam yani şu uzatmay. Bir smiye sual battı alayım mı almayım mı? Ben kelmenin bokettim mi? Yok artık sual kalsam. Ben hem de senin meydenge geldim kara. Senin kaydan uç oynayayım ya kara. Ya ilk şu yani desem yani şu an devrimiz. Bak kardeşimizin yemesini alaylı. Saklı koydum kardeşim. Doğru durun. Alo. Kardeşim sualınızı sorsanız buldum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Okay. Hazır şu gap sözlerden qarag'ancha adamdi burun anlag'anga bo'linirgan munozirlarni. Bu Musa Bay qarindishimiz tarafdagilar deydi hamda kasb egisi emaslar gap qilmasin. İşlar aralashmasin degandek bunda gap qotdi-da. Hamda mening savolim biz kasb egisi emassan deb xalqniki başkalarına gap qilish erkinligini cheklasak bo'lamdi. Ondan keyin mayli kasb egisi emas bo'lsa-mu, endi uni gap qilish, fikr qilish erkinligi bor, xato bo'lsin-chi. Abi xalqimizmi döt emas. Balki ba'zida xalq qaymoqdigandan xalq döt emas-da, xalqni döt chaqlaqchi bu. Xalqning o'ziniki to'g'ri xatodan ayriladigan bir aqli bor. Shunga endi mening ko'z qarashim endi bundan keyin bizning vatanimiz qurliqqa ahvol ostida keyin. Ama şunda mesela başkalarının fikir kılıç erkinliğini sen kesip ehli emas ya o emas bu emas deb cheklaymiz mi? Okey. Rahmat kardeşim. Rahmat kardeşim. Anladın mı? Sizler taraftakiler sen saptımıganda deb qo'ysam. Qara, biz birisining fikir erkinligini cheklamadi o. Yaqinlar da amaliyotda kirib xat yozganlarni qor tizimida tiqib hamma-nimani o'chirayotganlar biz tarafdagilar emas. Mening betimni o'chiq, ha kirib qolganlarni izinglar. Ben demokratiyaga so'z erkinligiga men qo'shilaman. Ama sizlar tarafdagilar guldirgib qan hamma narsani o'chirayotib sizlar men deb qo'yayamda aqirinchimiz deganda. Arslan senmi hozir qor tizimiga tiqib etib ma videoni ko'ramayotgan nurqaydan bor buning deb qo'y. Mert jo'nayman. Ya birisi bor. Men kim ekanligini da'vatime. Ma gapni desam o'zi bilib oldi. Çünkü ba'zi xohlagancha nimsini qilaversa bo'ladi, lekin bu islomga qarta menga nisbatan mening nimam nuqta islomchi. Haqiqatan ba'zi adam bir necha tiqayotgan qara tizimdagi tiqayotgan ba'zi insonlar bor, u bo'lsa islom dinini hujum qilib meni rahatsız etgachga men ko'rdimmi? Ular ana javob beryapman, tamam. Tamam. Agar magipingi deydig'ini Abduvali Ayıp Efendimning kitobini bir o'qib oldida, anaga qartizimlik tiqadigan adam chiqib qoldi sana yana bir. Chaqchaq qo'yay. Bir o'qib oldida. Islom sening xosmating olsa bir o'qib.
Biz birisinin erkinliğini yakınma demeğimiz, halik yakılıdı. Halik sözlüsün dağıtımız. Sual soranlar, sözlenler. Ama mühimi, bir şeyde bu işin mesul olan adam professional oluş gerek, kesbi. Teşkilatın bir şeyde adam ağzına dikkat kılış gerek. Xuddi senin çıkınındaki ekranda bu yerde Abdüveli Ayıp efendim çıkış gerek. Halik görüş gerek. Biz münazır kılıp boğan ki halik bahasını verip sözlüsü buludu. Ya Musa Bayman da kıldı ya Abdüveli Ayıpman da kıldı. O erkinlik yüzünün. Biz sözlümenli demedik. Halikli sözlenli. Ama üstüdeki adamlar kesbi oluş gerek. Tarih şunas bu adam ballağı tarih yazıdığan muşu biz biçare biz millet kaldı muşu iş. Başka dünyanın işkanları bunda iş yok. Mina demek ki oldum. Halik sözleş erkinliğini kusun. Üstüdeki adamlar ziyali, ben ziyali desem, yakımız ben siyasetçi desem, yakımız ben aktör neymi desem de salahiyetim olan kel. Çünkü o salahiyetinin mesuliyeti oludu. Bir adam bir işini kılıp to'g'ri qilsa, o deb xato qilsa, o deb chavoqchilik berdi. Abi qiyrinishimiz deganda xalq do'tamas. To'g'ri qilsa, xato qilsa, chavoqchilik berdi. Shu. Her bir mesul, her bir salahiyetinin mesuliyeti oldu. Şu mesuliyetin mesuliyetsizlik görülgende, mesela akademik ahlakı koymaçılık qilganda veya ki siyasetçilik siyasinin işçiliği oynamay başka yoqqa chiqayotganda yoki aktivistlar ideologiyaga oqsoqollik qilganda uningga bu nima berish kerak, bir javob berish kerak. Biz buni da'vatimiz. Vaqt bormi yo'qmi? Mening 5 minutdagi vaqtim bor. Okay. Amsa men nim qo'ytay. Kelar qadim yana bir nim qilamiz inshaalloh. Abonelik başkalarına örnek olsun. Tamam mı? Belli ki halen bazı işlerine karşı duratman. Lekin biz bir araya kelip, bir üstel kelip deyişeleyimiz bazı gaplarını. Başkalarına örnek olsun. İlla mesela halkımızda şunçuk cık teşkilatlarla birleşin yok. Birleşiş lazım. Bana nispeten sen kana karayız koymayma. Birleşiş lazım emas, şart emas. Lekin hamkarlaşış muhimçu. Hamkarlaşış pek muhim. Bunun kana karaysa ahirki nimen muşib olsun. Hamkarlaşış pek muhim. Birleşiş gerek yok dep var. Lekin nişan şöyle ki ya sen ketimen de olsa lekin nurgun sual soruqsi kavatıdı. Kana qılay? Ya bu da ketim kısa oldu ama ben bizde seher uğraşıp biraz hepsi kaldı. Hazır mı senin birleşiş gerek emas, hamkarlaşış muhim diyen gapni meydana kötürüp çıkanlardan birisi men. 2018 yılındaki videolarımı görüyorum. Hem de ben bir xulas kalam qilib qo'yay. Ben mehmon bo'lganki men daqib biray. Okay. Gap shu qarindoshlar. Bu yerda birisi bilan hujum qilib so'qishibdi deydigan shu. Bir jamiyat fikrlarning bir-birisiga urulishi bilan taraqqiy qiladi. Bir jamiyat degan ashunday narsa, ideyalar bir-birisiga urushgandan keyin aldanmadi. Bu nihoyat normal. Belki vatanning ichida ziyolilar jidal qilmanglar, uch taqshukka ko'nib qolgan bo'libmi vatanda yangi chiqqan qarindoshlar demokratik davlatlarda, demokratik dunyolarda hammadan jimmida to'xtamsudek turmaydi. Bu yerlarda erkin munozara bo'ladi, normal. Endi munozaradan qo'rqmaslik kerak. Biz qarindosh, bu bir-birimizni yeyadigan shu. Undan ustiga Arslanma men ishini bu universitetdagi vaqtlarda debatinglar qatnasha oldim sen munozaralarga. Biz bu universitetdagi vaqtlarimizda qandaq munozara qildiganda tarbiyalangan odamlar. Biz chiqing munozaraga deyishimizda biz u yerda o'tgan o tarbiyalardan yana bir nimalardan. Shuning uchun biz u yerda bir og'zimiz buzib tillab bir narsa qildigan ish yo'q. Chiqadiganlar ekranga chiqsin gap bo'lsa, uning kendidan yana bir taraf sizlar tarafga deb qo'yay, umid qildiqnim qarindoshlar. Bir odamni birisi bir yozma bilan tanqid qilganda, bu odam obdan odamdi, yaxshi odamdi emas. Ey Musa Bay efendim, yazgan yerinin ma abzası hata. Ma abzası hata. İlipçu. Xuddi bize ilip yazgandek. Bunu iki xil yolu var. Ya quoting deydi, ya ki paraphrasing deydi. Ya nakl kesip alısılar, ya özənlərinin sözü aylandırıp yazısılar. Ama şart şu, akademik ahlak şu, xalqның yazgını özgərtib etmey ilanlar, ilip meyirin hata, magipin hata adamlar. Herkes mi? Mening pirim yaxshi bu obdan odamdi demanglar. Yana birisiga mening o'tib qolgan xalqimizning bir kollektiv vijdoniga bir qilay. Bir odam o'g'rini tutib olsa, sen demiş o'g'ri tutib olding deb qapolmaysizlar. O'g'ridan ko'rasizlar, sen demiş o'g'rilik qilding deysizlar.
Dünyanın tertibi bunda olur. Ahlak bir anlık cemiyette iş manda mı olur kardeşler? Benim gibi. Last question. Bek mühim bir soru. Last question. Buldu akak soru. Okay, last question. Aka sorun Mavu Hüseyin Tecil hakkımız. Assalamu alaikum. Şu tur dünyasında ilmi ahlak bilen bir münazire orlaştırışının bir başlangıç bulup kalmışsın inşallah. Nurgun sözlerini anlap ettim. Şu bugünkü münazirinin ahırda qarindoshlarımızın bir narsani aydınlaştırıp etken bolsa dep özümge layık şekilde fikrim bolsun ama vaqt münasibeti bilen onu demeyman. Fakat Arslan ve Dilyar Musabay efendimlerden şu bir hafta 10 gün mabeyinde ulusçı ve Uyguristançılar yoki Uyguriston devleti yoki Sharq Turkiston devleti degandek gap ikki jumla orasidan ayet ciddi bir münazirlar gap so'zlar bo'lib o'tadi. Mening bu yaz so'raydiganim yoki qarindoshlar bir ochiqlik berib kelsa deyman bu münazirning oxirida. Bizning maqsadimiz ayni vaqtida qurilgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti yoki Cumhuriyeti olsun. Bu devletni asliga keltirishmi yoki bizning maqsadimiz mustaqil bir devlet qurishmi? Agar Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini asliga keltirish bo'lsa, bu Uyg'uriston degan gapni ko'tarib chiqishningki bir muhim ahamiyati bo'lamdi yoki ko'tarib chiqa oladi davlat asliga keltiruvchilar. Agar yangi davlat qurmoqchi bo'lgan bo'lsak, nima uchun Uyg'uriston degan ismni qo'llanib turib yangi davlat qurdiganlar uluschi deb atalayotgan Sharq Turkistonchilarga qarshi bu shakldagi bir münazirni yoki bir ziddiyat xarakterli bir talash statusini o'tirib chiqardi. Mushunga Dilyar Musabay efendimden bir cevap almoqchiman. İkincisi Arslan o'zining bir fikrini o'tirib qo'yib bastım. Rahmat. Rahmat aka, quloqim. Rahmat Tecelli efendimge normalde programmalar biz telefon so'raydi. Bizning programma telefonimiz biraz men ko'nmagan bir nim bo'ldi. Ideologiyaga, yana bir narsaga aktivizmingdan sakrab chiqib oqsoqollik qilgan keyin javob berasan. Men bir Alloh taqay javob. Arslan. Men hozir bunga nimaga emas. Ya'ni mening abaysiz degandek mening salahiyatim yo'q. Güzel. Qara do'stim, mana mushu. Yani aktivist qarindoshlar, yani mushu hozir sening qilgani bu ahlak ölçeminin ülgüsünü tiklash. Hamma odam o'zining salohiyaticha, mesela menden balla qanday kitap o'qish kerak deb so'radi, ko'rmidinglar balkim naq maydonda. Men dedim, mening salohiyatim to'shmaydi, Abduvali Malimdan so'ranglar dedim. Çünkü mening salohiyatim to'shmaydi unga. Xudo hozir sening deganingdekcha hamma odam o'zining chegirasini bilish kerak. Shunda. Shu vaqtda men jamiyat yaxshimi? Mening javobim David'ime qara debchi. Mavu mening qarshim shu. Sharq Turkiston degan ismni ishlatishga biz majbur. Chunki bir davlat degan ularga mo'mimizning uyiga borsak, balam lag'ma yemsa, polomoding savoliga o'xshamaydi bu. Uyg'uriston demdik, Sharq Turkiston demdik diye. Bu davlat qurish deganning bir qoidasi va bir tartibi bor. Shuning uchun ayada bizning ajdodlar tishlagan bayroqni nurg'un millatlar ashinchilikni qilolmay yo'qib ketgan-ku. Shuning uchun bir narsani beray. 15 yilning oldida dunyoda 6000 xil til bor deydi, 6000 millat bor degan gap. Hozir 4000 xil til bor deydi. 2000 til yo'qoldi 15 yilda. 2000 millat yo'qoldi. Hech nima qilolmaydi. Shuning uchun millatlar bunda yo'qolmadi. Bizning ajdodlarimizning qilolgan millatlarni unchalar jiq emas. Shuning uchun o bayroq tiklandi. Bugun biz ko'k bayroqni ko'tarib menyapmiz. O bayroq Sharq Turkiston Cumhuriyetining bayrog'i. Hech kim Osmanlıning bayrog'ini chiqib Turkiyaning bayrog'i demaydi. Turkiya Cumhuriyeti. Shuning uchun biz ko'k bayroqni ko'tarib magan ekanmiz. U ya Sharq Turkiston. Bizning ajdodlarimiz qon vergan, jon vergan yerga bo'libmi O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz Uyg'uriston deydigan degan bir tayin yo'qli bir savol borki bu nimada? Qarindoshlar, men bu gapni yomonchiq javob berib ketdim. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz G'eniy Baturning avlodlari. G'eniy Baturning 9 sekundlik bir videosini men burun chiqarib qo'ygan, xalsanglar yana bir chiqarib qo'yay.
Reyni Batur men Şarkı Türkistan'da yaşadım, Şarkı Türkistan üçün uruştum dep ölge adam ahırıcı. Reyni Batur'un evlatları kopap bugün biz andakti dese bulmaydı o. Şunun için bu Şarkı Türkistan diye isim Şarkı Türkistan işgal kılındı. Tecelli Ustaz'ın sualı cevap şu. Biz bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni eslik keltirimiz. Bu yerde isim Uyguristan yeni bir nersinde yemdi bunu adeti demeydiğin noktaların birisi. Arkadaşlar biz ideolojiye cihetten bir kanca bölünüp olduk. Bunu adamlar cidal kırmanlar, cimturunlar deydiği iş yok. Şarkı Türkistan müstakilçileri, bunun kendi Uyguristançılar, bunun kendin hatta avtonomiyaçılar, bazı işimiz yok emas. Bunun kendin muşuda birkaç türlü bölünüp oldu bu cemiyet. Bunu bu sosyologiya ya siyaset noktasını bildiğinle karşı köreleydi. Bölünüp oldu. Bu bölünüp olganda Uyguristançılık, abiyam Bekrem kardeşimiz diyen Uyguristançılık ideolojiye yaratanmaydı. Çünkü onun tarihi asası yok. Mesela Uyguristan ya bir nime dep çıksınız, hazır birincisi kök bayrakını işletmeyi başka bayrak çıkarışınız gerek. Çünkü o Şarkı Türkistan'dan bayrak. Nurgun nesini nördün kıldı. Yani bir sünni cidalcı bu köpük bu Uyguristan diyen. Onluk bir itilip bitir. Ya tarihi ya Uyguristan Cumhuriyeti diyen bir nesi yok. Tarihi Töttal tengini götürüp çıkıp Uyguristan batıya demeğinler kardeşler. Töttal tengi bilen bir tarih baha verdiğin tarih 2000 yılının aldığındaki Rim İmperiyası şunda baha verdi. 70 yılının aldığındaki tarihka bir tal tengiye karab baha vermeydi işkim. Şunun için Uyguristan ya Uygurizm diyen neyse bunu şu tarih mandaklıktay. Nime üçün halkara münasebetler, siyaset diyen, sosyologiya diyen pende okugan bir adımınlar yok. Sizler tarafından, Uyguristan'da vatkallarının. Bir madem yok aranlarda, sosyologiya, tarih, siyaset okugan adam yok, doktorlukta. Nime üçün okugan adamın hemimiz Şarkı Türkistan'daydı. Erkin Ekrem deyimiz doktor Erkin Ekrem, bu tarih şunaslar, Nebican Tursun, Abdurrahman Celal Karlık nime üçün sizlerde bir okugan adam yok. Bu sualımda oyuş bitmemeli. Çünkü okugan adamın hemimiz gördü ki ma işinla yaşarının tartış küçülü xilap beş. Sünni. Şunun için ahmaydı. Bu senin ustazının sualığı cevabım şu. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti işgal kılındı. O kayıtı müstakil boludu. Başkaları ideolojiye yaratanmaydı. Tügüde cevap. Okey. Cık uzatmaylı avay söz bergendim. Benim maksadım şu yaşlar birleşsin. Yani birleşmesi hemkarlaştı bolsun. Endi biz mesela isinde ben 10 yıldan aldıra aşu biz bek kakşaytık mesela çoğunlar anda kıldı çoğunlar bunda kıldı. Endi ilki yaşlar bolsun mu biz hemkarlaşıp şu bomsa bunda cengi cidel bek iş kese aşu hemkarlaşını kılamayız şu. Şununla bunu cengi cidel davat kıldı sizler biz üçün cengi cidel emas bu bize her vakit ocuk sizlerge. Ya cidal boğatkan ya ilaki mağan nisbeten okşaş. Ben birimi çıkarıp koysam mağan yem kısa meyli ama bu yerde mümkün olduğu kadar ilaki sizlerin teşkilatınla fakat şu yana değme. Fakat atakni köygendiğin keyin bular şu atak işte saldırgan bir teşkilatga bilime nimiga hücum. To'xtab nurg'unchilar quvvatsizlar eyvallah. Lekin ko'rayotganimiz ataklar. Shuningga biz nimaga ataklar? Nimaga? Ilqi sizlarning %100 sepinglarga qatnashmasa yo'q qo'y bizning hujum soat 2 soat programma sen tushunmagan bo'lsang ko'rarmanlar qanday tushundi bizning atakimiz shu akademik kod akademik qo'yimchilik bolalarni zararlaydigan kitob abi aytsanmi degandek u temalar u yoshdagilar so'zlanmaydi tarixni burmulash Mahmud Qashqariyning manbasini burmulash uni qasddan bu akademik fraud bu biz bularga hujum anakin Pan-Turkiston Xitoyning zuvoni bilan Şarkı Türkistan deganlarga hujum qilganlarga biz ularga gap qaytaryapmiz. Bumuz bikadan bika turib sana nemish hujum qildi, yana birsiga nemish hujum qildi, bikadan bika. Hatto bizga shalaq tarafdan so'zlayotganlarga jim turinglar bo'lmaydi deb jim turyapmiz. Abay degandek tanqid qilsam bo'lmaydi emas, tanqidinglar sal tanqidma emas. Mencha haqar mencha
Mençe ve nurg'un insonlarga haqoratga aylanib qolg'achqa. Neyse inşallah bu yana devam qilaveramiz. To'da, akademik Freud men topgan haqorat emas. Xitoycha dopshoqlik, qo'rqish men topgan narsa emas. Shinjongchi xiyolizm men topgan narsa, Shinjongchi xiyolizm degan nima? Akademik qo'ymachilik va Xitoycha dopshoqlikning birlashmasi. Bular men topgan haqorat so'z emas. Akademiyada bor so'z. Akademik Freud degan men topgan gap emaslar. Qo'ymachi. Ya'ni shunday emasmi? Akademik Freud degan nima? Freudista degan nima? Qo'ymachi degan gap. Başka konularga mesela oluşçuluk kirmaydiganlar deyme. O akademik o başka. Hı? Mesela sen oluşçuluk kirmaysa biz sana bir nima deb bakçıqma? Hazır ben sana bir nima atam deme. Ya bana bir nima demedin. Lekin nim deymiz. Ama yana desem yana şu. We have bigger fish to fry yani qildigan tegimi cho'ng ishlar bor turib ayda uyg'urlar shunlarni biz qilyapmiz deyman. Kirayotgan ishinglar mencha it's not worth manga nisbatan deymaydi yani liqaynimu. Ya qara unda desam, manga nisbatan desam, hozir manga nisbatan men qo'yib bersam, aktivizmlik ish bu davoni hal qila oladigan ish emas deb men uçuk dedim. Mesela senin işin bana değmediysen, senin işin bana mı değmedi? Aktivizm yetmeydi bu işten. Bunun çok siyaset oluş gerek. En mühimi ideolojik niyede bir iş bulmakta bir diyalog buluş gerek. Ama sen bu Abdülhali Efendim kıgandık urkaş oynayman deb vakit doştu şunun için ben ahırstı mandakta bir jiriştiren ben düşmeyemem. Ben bu siyasi diyalogunun terbiyesi ötke edem. Ben uya düşmeyemem. Onu. Şunun için yetmi mandak Türk'teydi. Biz hem teşkilatlar o çok. Bunu bir rekabet yakımısı, hücum deb düşüngen qarindoshlarimiz keyin tushunadi bizning nima ish qilyapti. Hozir butun bu sohani bilgan odamlar hammasi tushunadi. Yana birisiga aktivist xizmatinglarni biz qo'llaymiz. Buni biz qatnamaymiz. Nabay degandek bu aktivistlarni biz zamonida bu ko'riklarda o'tib bo'lgan. Shuning uchun bu da'vo hargizmi lager taqaydigan da'vo emas. Bu da'vo Şərq Türkistan'dan müstakillik davası. Lagermi aktivizm bil taqalmaydı. Bunun siyaset var, abayımız hərmi qoşulğandak, başqa nurgun temalar var bunu tənqidediğin. Şunun üçün biz hər qanda diyalogga uçuq, hər qanda həmkarlaşışqa uçuq, ertəgün yenilağı bir monca aktivist bo'lib keladigan ballar buludu, 10-20'ni biz həmkarlaşışçı əvətimiz. Çünki hazır bizim sanımız yüzlərcə bo'lib bo'ldi. Şunun üçün manda nim qilaydi. Hamma odam salohiyat bilan chiqsin. Salohiyatidan chiqqan kuni, masalan, siyosetchi bo'lib, qalpoqchilar deb o'zi panturkis degan gapni deb turib qilsa, javobini oladi. Sen bunu hücum deb tushunamsan, nim deb tushunsan uchun, men uni siyosat deb tushunaman. Tamam? Okay. Bo'ldi, vaqtning yana ama inshaalloh yana davom qilamiz. Mushtaq sen degandek, mushtaq suhbatlar bo'lib turish kerak, debatlar bo'lib turish kerak. Abay degani biz tushunib etmedik mushtaq. Yani ben hayat Allah'ım için. Gaplar ishiltirgansizlar. Men mushtaq yani. Mening shoirlikka ilmiy o'tirib yozimiz haqiqatini bunda chonosh kesish degan gapni ishlatmaymiz. Yani u yerda yana debat qilamiz. Mencha tamam. Sen ilmiy deb vaqtinga senamo ham ko'rmalarni hammasiga rahmat aytaman. Hech qanday jidal bir narsa yo'q. Faqat bunda ishlar normal demakchi, biz so'zlashalaymiz. Okay, rahmat adasham sana. Senmi shu? Hamma ko'rganlarga rahmat. Men uchramaydigan o'xshayman, sen uchragan o'xshayman. Ya men uchratay. Bo'ldi qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga emanet.